Hoshimov Alisherning shaxsiy fikri muvaffaqiyat siri deganda shu bitta mutaxassislikda chuqurroq borish. Men nechun sevaman korzinkani degan savolni ochaylik. O'zbeklarning yaxshi gapi bor, qog'oz gapiradi. Gapiradigan. Adekvatniy Inson omili muhim. Masalan, inson appetit o'zgarib qolsa, butun korzinkani yopishga olib borgan holatlarni bilamiz. Fokusda kuch bor. Misol uchun qanchalik spetsializatsiya torroq bo'lsa, shunchalik mutaxassisligi chuqurroq bo'ladi. Yaxshi emasligi ko'proq vaqt ketar ekan, sizlarning ochilishinglar bu sizlarga minus emasmi? Tadbirkorlar biz hammamiz optimistlar. Ben o'zim uchun juda yaxshi insight oldim. Bizda обязательный talablarimiz bor. Mulk bo'lib qoladigan narsa sizniki, jihoz bo'lib qoladigan narsa bizaniki. Domlar 1-chi etajni kommersiy segmentga quryapti. Bir xil domlar 1, 2, 3 nima qilyapti? U bo'yicha ham tavsiyalarni bering. Mahalla formatimizga kelib chiqqan g'oyasi, falsafasi ham shunaqa. Juda manfaatli suhbatni faqatgina lokatsiya egalarni manfaatidagi qirrasini ochdi. Endi o'sha 1000 ta korzinkani ichida yuzlab, minglab brendlar yana baraka topishi u alohida men uchun tema. Assalomu alaykum azizlar. Ancha bo'ldi efirda bir-birimizni sog'inganlar. Biz sizlarni sog'indik. Bugun men uchun qadrli efirlardan biri. Tadbirkorlikni boshlaganimizda bugungi kunda ko'pchilik Infactory, ko'pchilik bu kafe, ko'pchilik boshqa salohiyatli qilingan mehnatlar natijasiga havas qilishadi. Lekin bu havas orqasida ham bizning havaslarimiz turishadi. 2012-yillarda adashmasam Murod akam bilan Yaponiyaga bordik. Yaponiyaga borgandan keyin Murod akam bilan biz o'zimiz havas qilgan ustozlar, havas qilgan tadbirkorlar bor. Ularga bir salohiyati, ularning kamtarligi, ularning hokisorligi va ularning qadriyatlari bizga ma'qul. Shunaqa insonlarga yaqin yursak, kam bo'lmaymiz degan niyatda esimda ikkita hadyani sotib oldik. Va kelib Murod akam, Husan akam, men, Zafar akam hamda Alisher akamdan xabar olgani bordik-ku. Biz sizlarni samimiy hurmat qilamiz. Samimiy havas qilamiz, yaxshi ko'ramiz, chunki Milla Hamrayevning biznes maktablarida sizlarni biz bilan ulashgan biliminglardan biz juda samimiy ruhlandik degan savoldan juda ko'plab bugun siz biza qahramonlarni tanigan bo'lsak, o'sha qahramonlarni tanitishdagi birinchi samimiy havas qilgan insonlar bor. Bugun men uchun yillar davomida bir qancha bor taklif qilganman. Infactor ochilgandan beri va nihoyat salomimizga alik olib bugun ko'rsatimizga qahramon sifatida kelgan mehmonimiz Alisher aka Hoshimov, Korzinka kompaniyasining rivojlanish kuzatuv kengashi a'zolaridan. To'g'rimi? Alisher aka, taklifimizni qabul qilganingizga sizga rahmat. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Men kuzatib boraman, sizlarning ko'rsatuvinglarni juda ham qiziqarli bo'ladi. Albatta, sizni taklifingizga xo'p deyish bu yana mas'uliyat. O'shaning uchun ko'p yil davomida shu cho'zilganning sababi shu. Hadingiz hali ham bor, ofisimda turibdi. O'shani Korzinka maket o'zi yuradigan anaqalik. Endi birovlarda mashina bor, o'zi yuradigan upravlaymi. Menda o'zi upravlaymi Korzinka bor. Qarang. O'sha yildan beri anaqa turadi. 10 yildan oshdi, lekin 12-yil bo'lsa 13 yil. 13 yil bo'ldi. Qarang, undan oldin, lekin yana ancha oldin bir-birimizni bilardik. 10-yillamidi? Milla Hamrayevda 2010-yildan oldinamidi? Bir anaqada ko'rishgandik. O'shanda bitta dars bergandim, merchandising bo'yicha. O'sha yerda sizni xuddi eshituvchi sifatida ko'rgandim birinchi marta. Mana o'sha bahona biz birimizga bitta uchrashuv ham behikmat emas, yillar davomida birimizni qalbimizga yaqin bo'lishiga sababchi bo'ldi. Biza o'zlari kamtar bo'lsalar-da, Zafar akam, Alisher akam har doim aytamiz, havas qilamiz, ruhlanamiz. Ustozlar qatorida bir ko'p o'zingizga bilinmasa-da, sizlarning o'zingizlarni bosib o'tgan yo'lingizdan biz ilhomlanib tajriba olishga harakat qilamiz. Bugun chaqirishimni boisi ana kun ko'rishganimizda bir gap aytdingiz Hasan aka. Xudo xolasa Korzinka yana yangi pog'onalarni zabt etish jarayonida dedingiz. Korzinkaning ekspansiya yo'nalishi bo'yicha ham sohani kurirovat qilib turibman. Shu loyihaning rahbarligini, mas'uliyatini olganman dedingiz. 1000 taga yaqin Korzinka tochkalarini olib chiqishga
reja qo'ydik deb aytdik, shunaqami? Hozir Korzinka shu kecha kunduzda 2025-yil may oyida nechta tochkasi bor va mingtani necha yilda zabt etishni maqsad qo'ydinglar? Hozirgi kunda 157 ta, mingtani xudo xolasa 29-yil 31-dekabrgacha shu mingta anaqa mo'ljal. Demak 30-yil 1-yanvarga kelib mingta korzinka bo'ladi degan nima qilamiz? Reja qilamiz. Maqsad juda zo'r, ajoyib. Bu katta. Bu bizning strategiyamizda mana shunaqa narsa. Katta mas'uliyat va katta maqsad. Endi orzuga yetmoq oson emas, armon bo'lgan. Manzilga yetmoq oson emas, sarvon bo'lganlar. Yulduz Usmonova ashulalarini eshitganda shu juda bir qalbimdan joy olgan. Hamma odam orzu qiladi korzinka bo'lishi. Hamma harakat qiladi, hammada pul bor, hammada imkoniyat bor, endi borlarda. Kimdadir o'sha ham yo'q. Ko'pchilikda biznesning rahbari bor, lekin korzinka zabt etgan hattoki 150+ filialni ochish o'zi qanchalik mashaqqatli bo'ldi. Bu mingtalik nimaga yetishi muvaffaqiyat omillari nimada? U faqat sizlarning aqlliligingizdanmi yoki komanda, salohiyat, dunyodagi tajriba, qaysi resurslar bu manzilga olib borishga sababchi bo'ladi? Endi ana o'zbekda gap bor, boyi bojasi ko'p yoki o'rislar aytadi, u победы много отцов degandek, hozir endi mana shu 157 ta bo'ldi deb har xil narsani mana shu sabab bo'ldi, bu sabab bo'ldi deb. Omillar ko'p lekin. Mumkin. O'zi avvalambor Xudodan. Endi agar boshqalarni kuzatsak, boshqalar misol uchun biron aqlli, zo'r, kuchli tadbirkorlar bor, lekin misol uchun ko'rsangiz, ehtiyot qismlarni olib keladi avtomobilga. Qurilish qiladi. Keyin qanaqadir bir yana san'at sohasi bo'lishi mumkin, yo boshqa sohalarga diversifikatsiya qiladi. Da, har xil yana bir nima qilyapsiz, qishloq xo'jalikdan ham bir boshlab yuboradi. Misol uchun mana shu narsa endi meni anaqa o'zimni dunyoqarashim mana shu ko'p tadbirkorlar xato qiladi. Baribir endi fokusda kuch bor. Misol uchun qanchalik spetsializatsiya torroq bo'lsa, shunchalik mutaxassisligi chuqurroq bo'ladi. Ana Брюс Лиning gapi bor. Я не боюсь, кто выучил 100 приемов. Я боюсь того, кто 100 раз один и тот же прием отработал deganda. Misol uchun qishloq xo'jaligida shu mevadan tortib chorvagacha, tam qurilish, temir yo'l, har sohani qilib, balki shunaqa uchun oxirgi marraga yetib kelmayaptimikin. Bizda ham bo'ldi 90-yilda, sizlar ham biz ham birga boshlaganmiz. U yerda qanaqa bo'lardi? Hamma narsa bilan shug'ullanadi. Chunki anaqa noldan boshlanganda iqtisod. Misol uchun 91-yilda hamma zvinolar anaqalar deydi, hamma kontaktlar, связьlar, промышленный производственный цепочкаlar 100% sochilib ketgandan keyin anaqalarga tadbirkorlik boshlandi. Paypog'i ham, kabeli ham bitta odam sotaverardi. Dori ham bor edi, apteka. Masalan qildi, boshimizdan o'tganladi. Shu narsa vaqti kelib, baribir spetsializatsiyalarga, kategoriyalarga bo'lina boshladi. Raqobat oshgan. Kim qancha shuni torroq spetsializatsiyani egallasa, o'sha uzoqroqga yetib keladi. Bu hali aytgandek, meni fikrim, bu fikr bo'yicha bir odam bilan gaplashdim. U odamni zo'r argumenti bo'ldi, Samsungchi deb qoldi. Ham кораблестроение, ham hali texnika, ham bu lotmi, koreyskiy fenomenlar bor shunaqa. Ularning modelini bilmayman. Lekin mana hozir O'zbekistondagi siz men biza bir tengi, yana bizdagi juda ko'p emas shu tadbirkorlar boshlaganlari bizadan ustunlar bo'lganki, juda ko'p sohaga sochilib ketib, hech qaysisida yuqori marralarga erishmaganlar ko'p. Loyihani ko'paytirib, ishlarni kechganlar bor. Hattoki mana hozir Samsungni qo'yavering, o'zbeklar bilganlari Jahongir Ortiqxo'jayev. Ularda ham yo'lanish ko'p, diversifikatsiya ko'p, lekin o'sha 4 tasi ключевойлari sohaning liderida, to'g'rimi? Shu hali gapim boshida aytdim-ku, meni shaxsiy fikrim dedim. Bu meni fikrim. Siz savolingizga nega siz bunaqa
qildinglar bunaqalar boshqalar qilmayapti deganingizda biz bitta sohada demak sizlar deganda korzinka haqida Alisher akamni javoblari. ha korzinka Zafar akam haqida emas. Da. Zafar akam chunki Beltinga ham, Zafar akam esingizda bo'lsa taksini ham qiluvdilar, My Taxi, City Taxi, keyin Zafar akam anu kiyim do'konlar nima edi? Redtaglar, Flo. oziq ovqatda ham bo'lganmiz. Five restoranlar tizimini ham boshlamoqchi bo'lganmiz. Lekin o'shalardan ham nimalardir taksilardan kechdilar. Yana boshqa investitsiyalardan ketdilar. Baribir Supersila korzinkada bu ham bo'lgan bizda. Design 49. Shu har sohadan bo'lgan, lekin endi meni shaxsiy fikrim, Hoshimov Alisher shaxsiy fikri muvaffaqiyat siri deganda shu bitta mutaxassislikda chuqurroq borish. Muvaffaqiyat fokusda. Muvaffaqiyat fokusda. Alisher akamni sitatalarni bemalol boshlab oldik. Ajoyib. Haqiqatdan ham zo'r. Endi 1000 tani korzinkani 30-yil boring, ana bugun 21 may bo'lsa, 25-yil. 30-yil 20-mayda Alisher akam bilan 1000 ta ochilgandan keyin orqaga qarab gaplashinglar. Uni qanday amalga oshirdik? Gipoteza nuqtai nazardan nazaringiz budishvani bitta ochib bering. Qatlada bo'lgan bo'ladi o'sha 1000 ta. 1000 ta qatlada bo'ladimi? Demak, avvalambor bu bizani respublikamizni iqtisodiy sharoitdan kelib chiqqan holda. Tadbirkorlar biz hammamiz optimistmiz. Misol uchun hozir nechidir 3-4 yil yaxshi o'sish bo'lib kelyapti. Shu chizig'i, shunday chiziq, to'g'ri chiziq tashlaymiz-da, palon yili shu yerda bo'lar ekanmiz. Misol uchun biz albatta bozorni o'rganyapmiz. Chakana savdo bozorini, oziq-ovqat bozorini o'rganyapmiz. Anaqani xalqimizni ko'payish darajasini o'rganyapmiz. Shaharlardagi urbanizatsiya miqdorini o'zgaryapmiz. Odamlarning daromadini, odamlar xarajatini o'rganyapmiz. Mana shu ko'rsatkichlardan kelib chiqqan holda biz ko'ryapmiz bozori razmeri qanaqa bo'lishini. Hozirgi bozordagi o'zimizdan salohiyatimizni bilamizda, endi bozorimiz aytaylik 3 baravarga o'sadigan bo'lsa, u yerda bizning salohiyatimiz qancha bo'ladi? U yerda qanaqa o'samiz degan holda, demak, o'sha mana boshida bozorni o'rgandik. Bozorda uyushgan savdoni qismini o'zgartirdik. O'sha yerda korzinkani salohiyatini qilib, o'shanga moslab hali 1000 ta raqamga kelib chiqdik. Demak, shunaqa potensial bor. Endi bu hammasi bizning umidimiz. Xudo xolasa xalqimiz bundan-da farovon bo'lardi yilma-yil. Shu biz xohlagandek optimist xalqimiz xuddi shunaqa ko'payaveradi. Aholi soni, ularning iste'moli ham oshiradi va iqtisodimiz ham o'sib boradi. Mana shu hamma faktorlarni yig'ganimizda biz o'sha raqamni hazm qilish uchun bizga shu 1000 ta o'sha savdo nuqtasi kerak bo'ladi. Bugungi holatga nisbatan 6 barar plus, salkam 7 barar ko'proq korzinkalar soni. Lekin bu 5 yilda. Bugun 2025-yil, bundan boshlab keyingi 5 yil ichida 6 barar yoki 7 bararga o'sish reja qilamiz. 2025 dan 2020 ga qaytaylik, unda ham 7 barar oshildimi 20 ga nisbatan yoki ko'proq oshildimi? Dinamika. 20-yil nechta edi korzinka soni? Bugun 25-yil 157 ta korzinka. 5 yil oldin 40 ta 45 talar atrofida edi. Xuddi shunday. Demak, 3 barar ko'proq, 4 barar ko'proq oshdi 5 yilda. Lekin 45 tadan 157 taga nisbatan 3 baravar bilan 157 tadan 1000 taga 7 bararga oshdi, mas'uliyat ham katta-da. U yerda bor yo'g'i 100 taga yaqin, 100 tadan sal ko'proq bo'lsa, u yerda salkam 850 ta ochilish haqida gap ketyapti. Endi hali biz optimist biz. Bu birinchidan, ikkinchidan biz yana bitta yangi format bilan kiryapmiz. Bu bizning mahalla formatimiz. Korzinka mahalla. Ana hali siz aytasiz 20-yilda biz 40 ta 45 ta atrofida edik. Hozir mana 157 taga. Endi hozir yana ochilishlar bo'ladi-ku. Endi bu faqat supermarketlarda asosan. Endi hozir biz yangi formatga kiryapmiz, mahalla formatiga. Mahalla formati bu mini market deyiladi-ku. Mahalla formati
bu taxminan shu 200 dan 400 gacha mana shuni biz mahalla formatida ko'ryapmiz. Mahalla formatini yaratishdan va uni kengayishdan sababi odamlarni xatti harakatlari ham o'zgaryapti. Yil sayin xatti harakat o'zgaryapti. Endi biz odamlarni xatti harakati iqtisodga, sharoitga moslashuvchi biz tadbirkorlar. Endi biz o'sha produktni berishimiz kerak, o'sha mahsulotni berishimiz kerak, talab bo'lgan. Hozir shunaqa zamonki, anaqani masalan mahsulot aziz bo'lib qolmadi. Misol uchun esda bo'lsa 80-yillarda qoplab oladi. Falon joyda bir narsa sotiladi desa, hamma borib o'shani olardi o'chirtirib. Piston joyda boshqasi u yoqqa o'tilardi. Misol hozir bu xudoga shukr to'qchilik shunaqa zamonki, masalan mahsulot emas, odam aziz, vaqt aziz. Vaqt aziz. Shuning uchun mahalla formatimizni kelib chiqqan g'oyasi, falsafasi ham shunaqa. Uyni oldida yaqin bo'lsin, ko'proq o'zini ishi bilan, oilasi bilan bir kino, teatr, sport, futbol, ilm, fan, boshqa sohalar bilan ko'proq mashg'ul bo'lsinki, masalan produktni olish bilan emas deb, uni yaqinroqda albatta kichikroq bo'ladi. Agar mabodo bitta qanaqadir maxsus narsa kerak bo'lsa, unda mashinasiga o'tirib supermarketga boradi. Bu mahallasi. Eng muhim pozitsiyalar bo'lar ekan-ku. Eng muhim. Bu poполнениyaga moslatilgan. Must-have pozitsiyalarda, ommatan massiviy. Da, misol uchun o'sha холодильникida narsasi bor, hammasi bor. Poполнениyaga u kerak, bu kerakga mahalla bu yordamchi shunaqa anaqa bo'ladi. Supermarketlar. Zo'r. Demak, bu 200 dan 400 gacha, katta marketlar 400 dan 1000 gachami yo 1.5-2 gacha? Yo'q, u supermarketni o'zini konsepti taxminan maydoni shu bir 700 dan 1400 gacha bo'ladi. O'shanda supermarket o'zini ko'rsata oladi. O'sha hamma mahsulotini qo'yib, to'g'ri o'sha merchandising qoidalariga binoan taxlab qilish uchun bu kamida 700 kvadrat kerak. Demak, cheklar ham farqi bo'ladi. Sredniy cheklar. Ha, sredniy chek farq bo'ladi. Kichkina do'konda shu 2 ta, 3 ta, 4 ta pozitsiyalar, misol supermarketda 20 ta, 30 ta katta pozitsiyalar bo'ladi. Ajoyib, zo'r. Endi siz bir shu hisobiga hali gapingizga javobki, nima hisobidan bunaqa son tarafidan kolичество ko'payyapti deganingizga javobanki, bu yangi format kirib kelyapti, mahalla formati. Buni masshtablashtirish ham nisbatan osonroq. Endi unaqa deya olmayman. Hozir mana endi boshlayapmiz, qiyin kelyapti. Lekin shu umid qilyapmizki, shuni hozir mana 20 ta hozir mahallamiz bor. Shunda yaxshilab o'rganib, hamma kamchiliklarni hammasini to'g'rilab turyapmiz, chunki keyingi yilda biz 100 talab ochishimiz kerak mahallani. Bunda modelini ketyapti. 20 ta misolda o'sha logistika, merchandising, komanda menejment, upravlение, vykladkadan tortib finansigacha hozir biz hammasini modellar tajribalar sinaladi. Zo'r. Haqiqatan hozir mana 157 tadan 20 tasi hozir mahalla. Qolgan 137 tasi supermarket. 1000 ta bo'lgandan keyin nechi foizi mahalla, nechi foizi yoki nechtasi 800 tasi mahalla, 200 ta supermarket bo'ladi. Примерно qanaqa strategiya ketadi? Misol uchun Toshkentda mahallalar taxminan bir 600 tacha mahalla ochmoqchimiz Toshkentda. Supermarketlar 40 ta. Ajoyib. Toshkentda shu 5 yil ichida, butun respublika bo'yicha-chi? Men sanayvering endi, demak, bundan kelib chiqib yana bir taxminan respublika bo'yicha viloyatlarda ko'proq supermarketga fokus bo'lyapti. Bu ham strategiya. Mahalla formati Toshkent, Samarqand yo mana shu katta shaharlarda qo'llaymiz mahalla formati. Demak, strategiyada ham muhim ekanda, siz bilasiz asosini qayerda mahalla yaxshi foiz oladi-yu, qayerda supermarketlar ehtiyoji bor, uni ham o'zini nimasi bor-da, strategiya vidinlari bor-da. Misol uchun bir xil shaharlar bor, ko'chasida probkasi kam, shahar bir chekkasidan ikkinchi chekkasigacha 10 minut yetib keladigan shaharlar bor. Nima kerak edi? U yerda mahallada zaruriyat yo'q. Misol uchun Toshkentda hozir probkalar bor, zarur bo'lsa ham shu yerdan turib aytaylik, algoritmda yoki 3 qahramonda bitta narsa borsa borib kela olmaysiz. Bo'ldi, bormadim. Bormadim. Mayli, o'sha narsasiz kunim o'tdi. Dastavka bo'lsa yetarsiz deydi. Anaqada demak mahalla formati bu kattaroq shaharlar, probkasi zichroq, odamlar bandroq, mana shu shaharlarda mahalla formati kiradi.
hali nisbatan ko'chalarida probkasi yo'q bo'lib tursa, anaqa shahar hajmi unaqa katta bo'lmagan bo'lsa, u yerda bemalol supermarketlar ham faoliyat yurita oladi. Ajoyib. Bu savolni juda ko'p qirralari menimcha bizani tomosha qilayotgan tadbirkorlarga qadrli bo'ladi. O'zingizga bilinmasa-da, biza nasib qilsa hozircha mana bu syomkani tasvirga olayotgan bir paytda 13-iyun kuni juma kuni biznes muloqot formatida bizani klubimizga kelib Alisher aka bilan suhbat qilish imkoni bo'lmagan do'stlarimiz, tadbirkorlarimiz, boshqa tadbirlarimizda qatnashgan muxlislarimiz uchun bir yaxshi imkoniyatni beryapmizki, Alisher aka shu 1000 ta ochiladigan korzinkani lokatsiyalarini o'zingizlar qurasizlarmi, o'zingizlar sotib olasizlarmi yo biza lokatsiyalarimiz sifatida taklif bersak sizlarga qanaqa ko'rinishdagi lokatsiyalar qadrli degan savollarni ham bir ochib ketsak. Rahmat, bu kerakli savol edi. Albatta bu bizga kerak bo'ladi ko'p lokatsiyalar. Hozir ham bizda ko'p taklif bor, shularning ustida ishlaymiz. Endi lokatsiya kerak, supermarket bo'ladimi, mahalla format bo'ladimi? Albatta bu birinchi qavat. Birinchi qavat zinasi kamroq, xalq yashaydigan o'sha massiv kvartal mahallalarda bo'lishi kerak. Oldidan iloji bo'lsa yo'l, misol uchun supermarketga katta trassa bu hukman zarur narsa. Mahalla formatiga o'sha kichkina ko'cha ham bo'laveradi, lekin o'sha yo'l bo'lishi kerak. Parkovka. Parkovka mahallaga unchalik zarur emas. Mana parkovka unchalik, supermarketga parkovka, stoyanka zarur. Prioritet, muhim o'ta. Anaqaga mahallaga muhim emas. Endi bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa deyarli hozir buni qarasangiz unaqa joy ham yo'q. Misol uchun 300 kvadrat bo'lsa-da, oldida katta parkovka bo'lsa, o'zi ehtimoli ham kam. Yana mahalla formati bu yaqinda xonadonlar kuniga 5 mahal ham chiqib kelaveradi. Menga suv kerak, menga choy kerak, non kerak, tuz kerak deb g'iz kelib yuradigan format. Haftada bir marta bozorlik qilishim kerak degan narsa yo'q. Yo'q unaqa. Bolasidan nonga chiqartirib yuboradi. O'zi tushib chiqadi. Yana shu. Aylanib yana kirib chiqaveradi. Ishingiz kerak bo'lsa shu bog'ini emotsiya, impulsivni qilib. Emotsiyada snikers olib bering, bolamga shokolad olib bering, morojniy olib bering bilan ketaveradi. Mana shu format anaqa. Zo'r. Endi bu savol juda qiziq, baribir eng fundamental narsa domchilar rosa ko'p. Bugun Xudoga shukr, O'zbekiston developerlar yuzlab, minglab ko'paydi. Yuzlab, minglab qurgan kecha zo'r gapni gapirdingiz, jiloy va nijiloy segmentni ochamiz. Domchilarni qurayotgan developerlarni o'zi uchun nimaga korzinkada mahalla formati bo'lishi sizlarga qadrlilikdan tashqari domga qadrli jihatini ochinglar. Sizlarga kelgan odamlar jozibadorligini oshiradimi? Men nechun sevaman korzinkani degan savolni ochinglar. Endi hozir gapingizdan o'zi javob ham berib qo'ydingiz. Endi siz ayting. Chunki qarang, misol uchun hali o'sha domchilar bitta kvartal quryapti, bir nechta domlar quryapti, albattaki bu oziq-ovqat do'koni, masalan, korzinka bu ularning qadriyatini oshiradigan bir omillardan biri. Qiymatini oshiradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, misol uchun shu bir qismini korzinka olsa, yonidagi atrofdagi ijaraga beradiganlarning ham narxi oshadi. Biz bilan bilamizki, kvadratura narxi yo'q. Patok sotiladi. Misol uchun bitta joyda $3 qimmat, boshqa joyda $30 arzon. Misol uchun agar korzinka bitta joyga kirsa, yonida shunga yarasha patok bo'lsa, yonida boshqa bizneslar, kafenya bo'ladimi, apteka bo'ladimi, qanaqadir suvenir bo'ladimi, parfyum bo'ladi, nima bo'lsa ham уже patok bor, shuni ekspluatirovat qiladi. Shuning uchun men o'ylayman, bu juda qiziqarli. Hozir yangi o'sha domchida shunaqa anaqa termin kelib qoldi xalqimizga. Developerlar, quruvchilar, domchilar. Kvartallarni umuman salohiyatini oshiradi. Qolgan noturar joy, kommersiya, ko'chmas mulkka narxini oshirib qo'yadi-da, korzinka bo'lishi. Yana shu joyda bir ikkita fikrlarim bor, qanaqa bo'ladi. Mana biz kiryapmiz-da ko'pchilik bilan. Albattaki, misol uchun biz xohlagandagi to'g'ri tekis to'rtburchak qilib bera olmaydi. Podyezdlar bo'ladi, rigillar o'tadi. Bu
do'mni tagida shunaqa qiyinchiliklar bor. Lekin albatta zarur narsalardan biri bu anaqa mahsulotni qabul qiladigan bizning tilda priyomka deymiz. Hududda. Priyomka qiladigan o'sha hudud bo'lishi kerak. U fasaddan mol mulkni olib kira olmaysiz. U misol uchun yo biqinidan yo orqasidan yoki podvalidan shu narsani ishlab chiqqan bo'lishi kerak. Obязательно shuni inobatga olishi muhim. Shuni inobatga olish kerak. Chunki mana men ko'ryapman bir juda chiroyli joy, yaxshi partnyor ham muhim. Ana arenda qilayotganingizda bo'tam, misol uchun kamida 10 yil u bilan bordi keldi qilasiz, shuning uchun odam ham adekvatniy inson nomini muhim. Masalan, appetit o'zgarib qolsa, butun korzinkani yopishga olib borgan holatlarni bilamiz. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi albatta. Bu dokumentga, yuridiskiy shartnomalarga qaraydi-yu. Shartnoma o'zbeklarning yaxshi gapi bor, qog'oz gapiradi. Anaqaga ishonib qo'yish kerak emas. Daveraga emas. Bu hammaga ham oson. Bizga buyurilgan gap ham shu. Hammamizga buyurilgan xat hujjat qilaydi ham. Xat hujjat bilan ishlaydi. Anaqa gapimni hozir fikrimni aytmoqchi bo'lganim, konstruksiyaga ham e'tibor berish kerak. Bir xil konstruktivni shunaqa joy chiroyli qilib qo'yganki, olamiz deymizda, qayerdan mahsulot olamiz? Orqada eshik bor deydi. Orqada eshikning yonida bolalarga maydoncha qilib qo'ygan. Mana bu yerda chiroyli narsa qilgan. Endi bu yoqqa hozir yuk tushirar mashinalar kelsa to'g'ri kelmaydi. Bu yoq sizni domda aholingizga zid bo'ladi. Bo'lmasam deydi, keling podvaldan dedi. Podvalga tushib ko'rsak, o'tda shunaqa rigil o'tganda yuk mashinasi kira olmaydi. Shunda hali aytdiki, agar shuni oldinroq bilganimda deydi, bitta emas deydi, ikkita rigil qilib buni baland qilib yo'llari bor edi dedi. Yoki buni pastroq qilib yoki spuski krutoy emas, buni pologiy qilib yo'llari bor edi dedi. O'sha bitirib qo'ydim, kvartira sotaman dedi. Shu bitta priyomka masalasidan korzinkadan quruq qoldi. Biza joydan quruq qoldi. Hamkorlar. Azizlar, bu gap juda katta gap. Oldindan bilganimda undoq qilardim, oldindan bilganimda bundoq qilardim. Bularni strategiyalarni bilganimda bugundan boshlab domla qurayotganda korzinkada borib ekspansiya loyihasini, ekspansiya bo'limini jamoadoshlar bilan ko'rishardim. O'sha savollarga javob topib, tezini shundan kelib chiqqan holda domlarimni qurayotganda menga farqi yo'q, chap tomondanmi, o'ng tomondanmi, sentrdan berish, lekin bularning fikrlarini inobatga olib, korzinka hududini yoki korzinka zonasini reja qilardim deganlar uchun ham 13-iyun kuni Infactorda biznes muloqot ekspansiya jamoasi bilan bir qatorda Alisher akam bosh 3-4 ta jamoadoshlar bilan, siz azizlar bilan, tadbirkorlar bilan uchrashuv reja qilyapmiz. Bu uchrashuvimiz aslida mana ertaga bugun syomka qilib turibmiz, shanba kun Zakritый klub, yopiq klub, biznes klubimiz Infactor Executive klubda bo'ladi-yu. Aka, men Executive klubingizga kirsam bo'ladimi? Sabski ilojisi yo'q. Lekin ochiq Infactor platformasida bu imkoniyat borki, respublikamizning xohlagan hududidan domchimisiz, developermisiz, quruvchimisiz, yana boshqa kelajakda korzinkani o'zingizni hududingizda bo'lishi sizni boshqa manfaatlaringizga qadrliligini agar his qiladigan bo'lsangiz, bu opisaniyada yoki kommentariyada, hatto shu joylarni kesgan holda Telegram, Instagramlarda shogirdlarimizga iltimos qilamiz, dalolat qilishadi. Alisher akam bosh ekspansiya jamoasidan kerakli mutaxassislar kelishadi, muloqot formatida, savol-javoblar formatida. Mana aqlimga yetgan, aqlimga yetmagan, xayolimga kelgan, xayolimga kelmagan siz azizlarning savolinglar bo'lsa, men o'ylaymanki, ham korzinka uchun, ham bizning muxlislar uchun, ham Infactor salohiyati, nufuzini, yana nufuziga, tadbirkorlarga qiymat berish uchun, ham tadbirkorlarga va sizni atrofingizdagi hududdagi mahalla qo'ni-qo'shnilaringiz uchun qadrli loyiha bo'ladi degan umidda biz Alisher akam bu taklifimizni qabul qilganlari, men o'ylaymanki, Infactor manfaatlar chorrahasi, ko'pchilikning manfaati uchun qadrli qiymat bera olsa, biz esa yaxshilikka sababchi bo'la olsak xursand bo'lamiz. Albatta Infactor Facebook, Telegram, Instagram, YouTube kanallarida kuzatib boring. 13-iyun kuni biznes muloqot tadbirida qatnashish imkoniga ega bo'lasiz. Siz biznes egasimisiz? Biznesda sherigingiz bormi? Biznesda investoringiz bormi? Qurilish lokatsiyalarida aloqangiz bormi? Bu savol va nafaqat bu, o'sha 1000 ta korzinkaga lokatsiyadan tashqari korzinkani ichiga qaysi strategik ahamiyatga ega bo'lgan kategoriyalar kerakligini ham savollarni birgalashib muloqotda ochishga harakat qilamiz. Alisher aka,
Jani bu suhbatimizni bir qismini ko'rib qoldi, qaysidir savolga javob topdi. Kelajakda shunga o'xshagan savollar uchun korzinkani endi hozirgi ta'bir bilan aytganda ekspansiya bo'limiga murojaat qiladimi? Lokatsiyasi joyini taklif qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlar yoki qanaqa ishlanadi? Hamkorlarni qanday topasizlar? Hamkorlar sizga aloqaga chiqadimi? Sizlar hamkor qidirasizlarmi? Ikkalanglar bir-biringlarni qidib topasizlarmi? Bu qirrasini ham bir ochib ketinglar. Ha, bizda hali maxsus bo'lim Bor. shu kengayish bo'limi bor. Ekspansiya deganingiz shunaqa kengayish bo'lim. U birinchidan o'zi qidiradi, hududlardan yurib o'sha mulk egalarini topishga harakat qiladi. Va ikkinchidan o'sha bo'limda anaqalarni qabul qilamiz takliflarni. Agar sharoit bo'lsa, hali aytgan keyingi uchrashuvlarda shu odamlarni, shu qabul qiladigan odamlarni olib kelasiz. Anaqalar kontaktlarni biz albatta tarqatamiz o'sha qiziqqan odamlarga. Ajoyib. Endi demak, korzinka mahallaga va korzinkani marketlarga 200 dan 400 gacha, 700 dan 1,5 minggacha bularni tadbirkorlarimiz nazarida korzinkaga to'g'ri kelishi mumkin degan fikr bo'lsa, bemalol sizlarga muloqotga yo murojaat qilishsa bo'ladi. Qaysi holatda sizlar отказ qilasizlar, joy qiziq bo'lmay qoladi? Kim sizlarga qiziq va kim sizlarga qiziq emas degan savollarni ochib ketinglar. Lokatsiya g'oyasi qismida joylar haqida. Endi birinchidan uni hali lokatsiyasi biz o'rganamiz anaqasini, aholisini, o'sha aholisini marshrutini o'rganamiz. Bu kerakli darajada anaqa dasturlar bor. O'sha nuqtani qo'yilgandan keyin o'sha ko'chadan oldidan qancha mashina o'tadi, masalan 500 metr narida qancha odam yashaydi, 1,5 kilometrda yashaydi va odamlarni yurish marshrutlari shu o'rganib, o'sha joyda qancha taxminan odam bo'lishini chiqaradigan anaqalarimiz bor. Dasturlar. Ikkinchidan hali joyi o'zini ko'ramiz, buni chiqib ko'ramiz, shaklini, jozibadorligi. Ha, jozibador. Misol uchun endi jozibadorligi deganda u yerda ganch shart emas. Hashamat kerak emas. Hashamat kerak emas. Uni ko'ramizki, misol uchun elektr bilan ta'minlash bu juda katta muhim. Bu anaqa darajasi, prioritetlar. Shu elektr sohasi, gaz sohasi, kanalizatsiyasi, suvi, optovolokno, internetga dostupi, shu masalalar o'rganiladi. Keyin hali binoni shakli ham o'rganiladi. Chunki mana idealniy supermarket bu aytaylik shu savdo maydoni 1200 kvadrat bo'lsa-ki, to'rt burchak yo to'g'ri to'rt burchak bo'lsa. Qarang. Misol uchun bunaqasiga bir 24, bunaqasiga 36 yoki 42 qilib korobka shunaqa bo'lsa-ki, iloji bo'lsa rigillar ham, ustunlar ham bo'lmasin. Endi bu bizani fantaziya, shunaqa yo'q. Ideal bo'lmaydi. Lekin shunga moslatib sal bunaqa ekan, men kompromislar qilsa bo'ladi. 36 emas, 18 bo'lar, 24 bo'lar. Bu yog'i unaqa emas, bunaqa bo'lar. Idealni zina bo'lmaslik. Bu ham muhim. Odam zinadan chiqishga erinadi-da. Bu ham bitta qulaylik, aravada g'ildiratib stankaga ham chiqib ketish kerak. Ana shunisini ham bir o'rganamiz, sharoitini. Qarang. Anaqani tomini balandligi bo'lishi kerak, patologik balandligi. Bu pojarniy normalari ham bor. Kamida 4 mi? Anaqasiga, kvadraturasiga qarab. Endi hozir buni men albatta bilaman yoddan, hozir shart emas. Nimaga aytish? Plus-minus mana 3 metrli domlar bor, 4 metrli domlar bor, yo. Yo'q, misol uchun mana 330 bo'ladi. Agar misol uchun 1000 dan kattaroq bo'lsa, unda yana bu pojarniy normalarga qarab undan-da baland bo'lishi kerak. Shunaqa narsalar o'sha kvadratura bilan anaqasi bor, normal. Normalari odamni o'zini his qilishiga ham anaqa yoqimli bo'ladi. Misol uchun agar 1000 kvadratdan katta joy 3 metr bo'lsa, odam bosadi. Bo'g'ib qoladi. Misol uchun 30 kvadratli joyda 3 metrli qanaqadir garmonishni ko'rinadi. Odam his qilmaydi anaqani. Tepa xuddi bosim o'tkazayotganini. Endi injenerning narsalari ham o'tish kerak, bilasiz? Vozdux, issiq, sovuq, keyin pojarniy, suv, hamma narsalar tepadan o'tadi. Elektrichество ham tepadan o'tib, anaqalar orqali tushadi yoki poldan o'tadi. Endi kecha aytdingiz, hali ko'p
supermarketlar qurib qo'yib bizani e'tiborimizni jalb qilamiz deb kerak emas narsalarni qilganda buzdirganmiz. Esingda bo'lsa Merkatomida, Malikada, Teplopollar, Ganjlar, Naqshlar, Kafillar mana shunga o'xshagan talablarni ham aytinglar, qilib qo'ymanglar. Agar biz bilan ishlash niyatingiz bo'lsa, o'zingizcha mani ko'nglimni olaman deb mana bunaqa qilaman degan xatolarni aytib bering. Nima xatolarni? Yo'q, undan tashqari ko'p duch kelasizlar. Misol uchun bu juda ko'p ko'rilayotgan eng tarqalgan narsa bir xil cho'pli pol qilib qo'yadi. Korzinkaga beraman deb. Yo'q, korzinkaga beraman yo boshqalarga deb cho'pli pol qilib oladi. Endi bu qancha xarajat? Undan o'tqizish, halilarni shlanga ustiga qo'yish, bu katta narsa. Bizga pol isish kerak emas. Bu supermarketda hech qaysiga pol isish kerak emas. Balki boshqa bir sohalarga kerakdir. Biz shu teshamiz, har bitta xolodilnikka anaqasi shtrabit qilishimiz kerak. Shuning uchun bu narsa shuni eng katta dushmanimiz. Vol yana hali birov qilib qo'ysa keyin uni kesishimiz kerak. Uni u qolib ketadi, ko'milib, puli ham, xarajati ham. Bir xil elektrichество qiladi. Elektrichество bu merchandisingdan kelib chiqqan holda boshqa planirovkani tuziladi. O'tga hali rastalarni chiziladi, qo'yiladi. Undan keyin u yoqqa o'tgan joydan kelib chiqib asosiyni beradi. Shuning uchun iloji bo'lsa, misol uchun kontrakt qilishdan oldin mana shu xarajat qilish kerak emas. Kontrakt bo'lgandan keyin o'tda ko'rsatiladi. Mana ma'mitini bunaqa qilasiz, buni bunaqa qilasiz, o'shanda qilishi mumkin. Hali qo'lda kontrakt bo'lib turmay xarajatlar hali aytganingiz bu eski gapida o'sha Merkatoda u bir go'zallik yarataman deb qimmat bir 10 santim 10 ga 10 mi kichkina toshlar bilan terilgan bir muzey qilingan-da. Endi sportchilikka mehr bilan ana qo'yib qoldiradigan zavq. Davolari to'g'ri ketyapti-yu mana. Mana shunday bir polsferalar qilib bir narsalar yaratgandi-da. Shu narsalar uvol bo'ldi, shularni buzdik. Bu sizga qadrli emas, nabarat qadrli emas. Yana qarang, masalan, hali hatto betonni hamchi ustini ishlov berib, gipsokartonga o'rab mashaqal qiladi. Kerak emas shu narsalar ham ortiqcha xarajat. Endi hozir agar gapiradigan bo'lsak, faqat shu bilan suhbatimiz ketadi. Demak, Xudo qalbga solgani bu. Biz gapirmagan joylarimizni factory executive tadbirdoshimiz ham zapis sifatida ertaga arxiv bo'lib qoladi yoki muloqotdoshimiz. Shunda sizda ertaga 1000 ta hamkoringiz Alisherga bilmadim boshqa ekspansiya bo'limi-yu, mana shu ko'rsatuv o'zida ancha million pullarim, xarajatlarim ekonom bo'ldi. Bekorga asragam siz ustoz demaganlar. Sizga o'ziga bilinmaydi-yu, biz uchun ham qadrli. Nima uchun? Mana hozir bilan o'tiramiz. Va safarga borishdan oldin ko'rishdik, Golden Lake'ga borib o'zingiz ko'rdingiz. Hatto Golden Lake'da mana 4,5 gektar territoriyamizda 2000 dan ziyod xonadonda pastda o'sha kommersiy недвижимостьlarga qilayotganda sizlar aytdinglarki, bizga o'rta emas, bizga o'ng tomon emas, chap tomon ma'qul ekan. Hali ruschada bir ibora bor, право первой брачной ночи. Birinchi tanlash imkoniyatini ko'ringlar, bitgandan keyin emas. Hali qurilayotganda boshqalarga bermasdan oldin sizlarga murojaat qilganimizda, mas'ul to'g'ri paytda murojaat qilgan ekanmiz degan fikr bor. Siz tavsiyalarni berdingiz. Boyagi nima dedingiz? Vykladga, выгрузкаga mana bu to'g'ri bo'lar ekan. Demak, qurilayotgan paytda murojaat qilish ham asli to'g'riroq, ancha bitgandan ko'ra. To'g'ri. Hali aytayotganingiz birinchi bo'lib endi ko'pani o'ziga tortyapti, Alisher deb o'ylashmasin-da sizni. Anaqalaringiz. Lokomotivsizda endi. Men shuni aytmoqchimanki, misol uchun supermarket, oziq-ovqat biznesi bu sal og'irroq narsa-da. Shuning uchun misol uchun supermarket o'ziga joy olgandan keyin bu oziq-ovqat do'koni, supermarket, mahalla format bo'ladimi, supermarket format bo'ladimi? Bu potokni generировать qiladi. Bundan foydalanish kerak mulk egalari. Misol uchun hammaga bir xilda kesib qo'ysa-da, bunga nida bor, bunga piri bor. Bunga nida bor, bunga piri bor. Bunga farqi yo'q. Bunga masalan fasadga ishlaydi, misol uchun sartaroshxonani oldidan kirib, orqadan chiqadi, o'sha kosmetologiya bo'ladi, boshqa sohalarda. Bizga muhim qanaqadir anaqa hali depoyimiz bo'lishi kerak, skladimiz bo'lishi kerak, qabul joyi bo'lishi kerak, chiqarish bor, anaqa xaridorlar keladigan zona bo'lishi kerak. Bizlarniki sal murakkabroq. Shuning uchun kim qiladigan bo'lsa, shu mana korzinka desam anaqaroq bo'lib qolar. Noto'g'ri uchun oziq-ovqat do'konidan boshlashsin-da. Chunki oziq-ovqat do'konini kirib olgandan keyin qolganlarni
taqsimlash oson. Men bitta gap aytib beramanda, qarang. Anaqa endi bu Toshkent emas, qaysi joy aniq aytmayman, viloyatda bitta joy rosa katta chiroyli joy qurganda, qurmagan даже bu qanaqadir sovet sexlaridan qolgan, bunaqasiga uzunasiga aytaylik shu 120 metr, chuqurligiga 66 metrlik to'rt burchak katta joy, bu yerda targovый sentr qilaman dedi. Birinchi bo'lib murojaat qildi, juda xursandman. Shu odamni ham hurmat qilaman, taniyman, keldimda aytaman, menga shu eng oxiridan, eng ichkari joydan mana shunda 1600 kvadrat berasiz dedim, orqa tarafdan. Men beradigan narxim aytaylik $7mi, $6 dedim. U aka aytdilarki, ishonasizmi deydilar. Menga 20 dan 25 dan beradiganlar bor. Sizga 6 deyapsiz dedi. Loqal 10 qiling dedi. Shu yerda qildik, ishimiz o'xshamadi. U akani gapi ham to'ppa-to'g'ri. Mana shu uzun aytaylik 120 metrmidi yo 144 metr juda katta joy edi. Hali 20-25 beradiganlar bor edi. Shu oldi 6 metr chuqurligiga hammasini tarqatib yubordilar. Eshikni ko'chaga ochib. Endi ko'chadan yurasiz, endi yaxshi joy yo'q. Hammasi talash olib ketishdi-da. O'rtasidan 12 metrlik joy qoldirgan ichkariga. Ichkariga kirsangiz, ichida katta, endi tasavvur qiling, bo'shliq qolib ketdi. Bo'shliq necha ming kvadrat yotibdi ichida. Ichiga hech kim kirmaydi. Sizlar bo'lganinglarda nabrod trafik ulay borardi. Biz qilganimizda, ya'ni biz takliflar qildik. Men bu eshikni ko'chaga ochmasin, eshikni ichkariga ochsin. Unda patoklarni yurg'izaylik dedik. Lekin u aka, tadbirkor aka, yaxshi odam. Boshqa sohadan kelganlar-da. Tushunmaydi. Bular tasavvur qildilar. Mana u haqida gapirdim. O'zi bir xil mulk egalari tasavvur qiladiki, shu joyi palon kvadratidan palon pul olishim kerak, har bir kvadratidan deb, unda teng hammani taqsimlaydi. Vaholanki, hamda bo'ladi, bir xil emas. Vaholanki, birov hali kvadratiga $50 berib baraka topadi. Birovga kerak bo'lsa $6 dan berish kerak edi. Ob'yom bor. Da, u katta ob'yom oladi, koridorlar qilmaydi, patok tortadi, qolgan maydonni qadriyatini oshirib qo'yadi. Samarali boshqaradi. Shuning uchun mana shu differensiatsiya kerak. Ano srednим по больницам ko'chmas mulkda ishlamas ekan. Ana men bu bizani kapital loyihamizni masalani yana boshqa ko'rsatuvga chaqiraman. Bu Infaktordagi ko'rsatuv uchun suhbat qilyapmiz-da. Kapital loyihasida investorlar psixologiyasi. Tajribali investorlar psixologiyasida bu muhim. Chunki o'zicha investor dedi, boyga yetkazdi, quyuq-suyuq hamma o'rtacha 10 so'mdan bir xil berishyapti. Vaholanki kimgadir 2 so'm, kimgadir 12 so'm, kimgadir 2 so'm, kimgadir 22 so'm bersa bo'ladigan joylar bor. Kichkinagina astravok 2 kvadrat, lekin 22 dan ham ko'taradi, unga 2 dan ham ko'taradi. Endi uslovga qarab, 10 bilan 50, 10 bilan 100 bo'lsa ham birga 2 metrga $200 ham beradiganlar topiladi. To'g'ri. Baraka topadi. Baraka topadi. Unga ko'p kerak emas. Chiroyli 5-6 ta narsasini qo'yadi. iPhone'ni qo'yadi, unisini qo'yadi, bunisini qo'yadi, unga ko'taradi. $100 dan ham ko'taradi. Lekin haqiqatan ham o'sha $100 baraka topish uchun lokomotiv yo'nalishlar muhim. Bu yana bir marta aytaman, muvaffaqiyat aslida tajriba esa xatolarning natijasi. Sizlarda katta tajriba bor, 30 yildan ziyod bo'lgan tajriba bor. Biza tadbirkorlar o'qiyotgan kitobni ustoz tadbirkorlar uchun yozib ketgan. Va sizlar yozgan kitobinglar shunchaki Infaktorga o'xshagan, klublarga o'xshagan auditoriyaga hali chiqqani yo'q. Siz uchun hali anekdotdagi oddiy narsa-ku deysiz. Sizga oddiy bo'lgan narsa bizaga hattoki. Biza tanigan do'stlarga, biza tanigan yangi o'sib kelayotgan tadbirkorlarga juda qadrliligini biza Rupert nuqtai nazardan, Infaktor nuqtai nazardan kuzatuvlarimiz bor va o'ylaymanki, bu ilm tadbirkorlik ilmida, investorlar ilmida, недвижимость ilmida, developerlar ilmida застройщикlarga sizlarning biliminglar qadrli. O'ylaymanki, bu kabi uchrashuvlar, bu kabi muloqotlar, klublardagi chiqishlaringizni kuzatganda men aytdim, endi Alisher akam to'g'ri qildilar. Balki endi holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Yillar davomida necha marta aytsam, yo'q, bizning uyda faqat Zafar akam chiqqanlar, men ish bilan bandmandir deysiz, aytaman, nokamtarlik qilib, kamtarlik qilib, akam shu chetda turibdilar, lekin o'zlariga bilinmaydi. Qancha tadbirkorlar bahramand bo'lardi. O'shaning uchun men
Golden Lake misolida savol beraman. Qizim senga aytaman, kelinlarim eshitsin deb siz nima qilasiz? Mana biza Golden Lake loyihasi. Bizaga beradigan tavsiyani bering. Chunki men sizga ideali nima qiling va nima xatoni qilmang. Hasan aka Golden Lake loyihasi 2000 dan ziyod xonadon, sizlarning oilaning loyihasi, ukangiz Ibrohimning loyihasi, siz o'sha yerda boshqarib kengashdasiz. Bugungi gaplarimni Ibrohimga ham, bugungi gaplarimni Muhammad Islomga ham, quruvchilarga ham bugungi gaplarimni mana shunaqa qiling. Men uchun eng ideal va iltimos, mana bunaqa xatolarni qilmang. Va shu bilimingizni ham Muhammad Islom, ham Ibrohim, ham muxlislaringiz ham olsin-da. Mana shu sizga aytib bergan narsadan men ruhlandim. Korzinka Hasan akamga aytgandek versiyaga men ularga lokatsiyalarni taqdim qildim degan narsalarga javoblarni ochinglar. Yaxshi, demak, birinchidan taklifim bo'ladiki, loyiha paytida murojaat qiling. Korzinkaga murojaat qiling. Yaxshi. Loyiha paytida hali joylarni aniqlab kelishib olinglar. O'shanda sizlar anaqadadan konstruksiya xatolaridan kechasizlar, qutulasizlar va ortuvchi kerak emas xarajatlardan ham qutulasizlar. Nima xarajatlar masalan? Oynalar. Misol uchun mana balki oyna kerakdir, balki kerak emasdir. Balki mana bu beton rigilarni gipsokarton bilan yopish kerakdir, balki betonlicha qolishi kerakdir. Balki tepadagi simlarga ko'rib qilish kerakdir, balki kerak emasdir. Shuning uchun bularni hammasini bizani o'sha construction bo'limimiz bilan birgalikda o'shalar qilinadi. No, hamma ishni boshlaysiz, kelishuv bo'lgandan keyin. Anaqani balandligi, kengligi, patolog balandligi, anaqani joyi konfiguratsiyalarini ham oldindan ko'rsatasizlar, unga moslab bizani operatsion otdel ham unga moslab chizib, zaklab anaqa qiladi, harakatini qiladi. Albattaki agar sizlarda anaqa TRC bo'lganda, targ'ov sentri bo'ladigan bo'lsa, unda ko'proq muloqot qilardikki, shu butunlay misol uchun 100 ming kvadrat bo'ladimi, 200 ming kvadratli bo'ladimi? O'sha targ'ov sentr boshlash kerak supermarketdan. Mana shu hali merchandisingda taxlash bor, masalan, kassani qo'yib, jivachkadan keyin boshlanadi. Xuddi shundayki supermarketni qo'yib oladi, keyin o'sha supermarketda как instrumentariy foydalanadi. Bunga ketadigan patoklarga kimni qo'yish, xuddi mozaikadagi, xuddi puzzledagi terib chiqiladi. Sizlarni loyihalarda ham shunaqaki supermarket agar mahalla formatiga korzinka o'tga tushsa, albattaki butun birinchi qavatdagilar va unga keladigan dostupdagilarga, ijaraga beruvchilarga anaqani narxi ham, qiymati ham yuqori bo'ladi. Jozibadorligi oshadi. Jozibadorligi oshadi. Nimaga korzinka bo'lsa, kimlarga qiziq bo'ladi va nimaga qiziq bo'ladi, shuni ochib bering. Ana domni tagida bor desiz, tasavvuringiz bor Golden Lake. Biz o'sha A blokimiz katta edi. Примерно bilmayman 2-3 ming kvadrat, 5 ming kvadrat, necha ming kvadratda, примерно 400 kvadrat hozirlarga ma'qul bo'ldi. Bu joydan kelib chiqib, men bu joy yaxshi dedingiz-da, yonida sizni talqiningizda menga shu loyihani egasi bo'lsangiz yoki tajribali ustozim bo'lsangiz, bu shunaqa ustozlardan siz Hasan aka bu loyihani oldiga men bu odamlarga qiziq va domga qiziq degan narsani ochib bering. O'sha yerda 2000 ta xonadon bo'lyaptimi? 2,5 mingga yaqin, 2000 dan ziyod. Chunki ikkita xonani olib birlashtirsa 2000 dan ko'p xonadon. 2000 dan ko'p xonadon. 2300 qanchada? Xonadon bu. Kvartira. Demak, shularda kamida 3 tadan odam deymizmi? Shunaqa deydi. Endi qarang, 2000 tadan 3 tadan xonadon bo'ladigan bo'lsa, 6000 ta odam. Demak, 6000 ta odam, ya'ni u mahalla format bo'lsa, juda keldi-ketdi govjim joy bo'lar ekan-da korzinkani oldi. Undan tashqari atrofda qancha insonlar yashaydi? Undan tashqari. Endi qarang, baribir hammaga har kuni choy kerak, non kerak, tuz kerak, sut kerak, tuxum har kungi narsa. Demak, qancha odam shunga qarab yuradi. Yurayotgandan keyin bu potokka jozibadorligini hisoblaydi. Ko'pchilik menimcha 70-80% biznes, sizlarni misolinglarda bu 100% biznes impulsga bog'liq. Endi bo'lishi mumkin qanaqadir uzi qiladigan apparatga odam spesialni boradi. U bu yoqqa kerak emas. Lekin oldida kafeteriya bo'lsa,
oldida aksessuarlar bo'lsa, oldida boshqa biznes, mayli 100 degan raqamga tegmayligu, bir 90% impulsga bog'liq. Agar shu odam o'tib turadigan joyda hali narsa sotadigan bo'lsa yo xizmat qiladigan bo'lsa, hattoki sartarosh ham impulsni anaqasi bor, effekti bor. Misol uchun har doim uzoqda sartaroshingiz bo'lsa, yoningizda sartaroshxona bo'lsa, qani deysizda keyin shunga ham o'tib ketasiz. Demak, hali potok ekspluatatsiya qilinadi va bu albattaki monetizируется. Buni narxi bor. Shuning uchun korzinkani qadriyati faqatgina o'sha korzinka beradigan ijara emas, korzinka yaratadigan potok. Bu potokni albatta monetizatsiya qilasiz. Undagi zararingizni o'ta kompensировать qilib olasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hali shuncha odam o'sha yoqqa kelyaptimi, hammani miyasida anaqasi bor. Oziq-ovqat qayerdan olaman? Oziq-ovqat do'koni bormi deydi. Mana bu chiqib kelaman deydi. Xuddi mana o'zingiz ham uy olsangiz ham aytasiz, qayerda прогулка qilaman, bog'cha qayerda, maktab qayerda eng har doim iste'mol qiladigan xizmatlar va tovarlar qayerda deysiz. Bu demak o'sha yashovchiligi ham qadriyati oshadi. Ya'ni qiymati borki, jozibadorligi oshadi. Joziba. Hali uyingiz narxi aytaylik 100 so'm bo'ladigan bo'lsa, xursand bo'lardiki, shu korzinka o'shani 110 so'm qilib bergan bo'lsa siz uchun va o'sha yerdagi odamni komfortini bundanda yaxshi qilib bergan bo'lsa, bu ikki taraflama foyda bo'ladi. Zo'r. Demak, men esimda yoshligimizda ham, bundan 5-10 yil oldin ham ko'p eslaganimizda, "Spasiba korzinka, sizlar keldinglar, bizani kvartaldagi narxlarning qadri, qiymati, narxi oshdi" deyardi. Demak, korzinka shu o'sha borgan joyda o'ziga xos developerlarga, o'ziga xos quruvchilarga qiymat va qadriyat va jozibadorlik oshuvchi omil sifatida ko'rilishi bu juda zo'r bo'ladi. O'sha omilni oshiruvchi jozibador omillardan biri. Endi misol uchun endi hozir faqat o'zimga adyalan tortib endi siz haqingizda gapirganimizda bu bor. Xo'p, endi anaqa nima deydi? Siz kamtarsizda endi. Kamtarman. O'shancha siz. Masalan, metro mana bu ham jozibador oshiladi. Yaxshi anaqa oldida parkoviy zonalar, sport kompleksi shu qatorda albattaki korzinka ham jozibadorligini oshiradi. Endi mana bizada ko'rdingiz, demak sartaroshxonalar, demak xozmaklar, demak aytaylik kafelar, marojnilar, yana salon krasoti bo'lsin, o'sha aksessuarlar bo'lsin, shunga o'xshaganlar uy atrofida o'sha savolga javob topadiganlar uchun yaxshi. Demak, buni men siz tushundim yoki borganda o'sha Safiyaga o'xshagan, Airbnb, nima edi, BNB boshqa nimalarga o'xshaganlik kelishi, u o'sha atrofdagi odamlarning chiqishiga ta'sir qiladi. Xo'p, biza patolog nuqtai nazardan ham sizga oddiy narsa bo'lishi mumkin. Lekin примерно 4 metr zakladат qilganmiz birinchi etaj. Bu ko'pmi, kammi yo yaxshimi? Bu yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi. Odam kirsa bahavo bo'ladi. Chunki birinchi qavatlarimiz 4, ikkinchi qavatlarimiz 3-3da. Normal. Endi 330 dan pastiga kira olmaymiz biz. Bu ham muhim. 330 dan tepa bo'lsa yaxshi. Nechidan tepasi o'sha ko'p, shart emas u kishi. Oborayan bo'lmaydi deysiz. 4 metr tepasi ko'p. Shart emas. U 4 bo'ldimi, 4,5 bo'ldimi, 5 bo'ldimi farq yo'q sizlarga. O'zi misol uchun qara, 330 bor, undan sal ko'proq bo'lsa o'sha bo'ldi bizga. 330 dan pasti bizga to'g'ri keladi. Demak, korzinka bilan ishlashni xohlagan tadbirkorlarimiz diqqatiga, yoki developerlar, quruvchilar diqqatiga ko'p joylarda hattoki biz boramiz, birinchi etajni 3 qilib qo'yganlar bor. Zachем deysiz? Shu qilsa, yarim metr ko'proq, yarim metr kattaroq, betonini ko'proq qo'yishi bilmaydi, просто shuncha narsaga yetgan aqli shunga yetmayapti-da, birinchi etajda o'sha vitichka bor, boshqa narsalar bor yoki bir sal bo'lsa ham 50 santimetr bo'lsa ham jozibadorlik bor, shu narsaga e'tibor qilishmayapti. Demak, o'sha injenerlik ikkinchi masala, oynalarni qilib qo'yishadi, biz boramiz, plyonka qilishimizga to'g'ri keladi. Slepoy zonaga qo'yishimiz to'g'ri keladi. Bu bo'yicha tavsiyalaringizni ham bering. Qaysi holatda oynalarni qilish kerak, qaysi holatda qilish kerak emas. Sizni chaqirib qo'yib maslahat olganlar bor. Chaqirmasdan qilib qo'ygandan keyin uni borib endi qaysi holatdaligini albatta hozir ayta olmayman buni. Hali proyektini ustida injenerlar aytadiki, mana bu yoqda bizada shu yopiq glухой zona bo'ladi deydi
mana bu yoqda oynasi bo'ladida, bu chizma xuddi proyektdagi narsa. Oldindan endi oynalar ham qimmatlari bor, hozir juda qimmatlar bor. Qimmat oynalar qo'yib qo'yadi, albatta uni demontaj qilib yechib olib ketadi. Ortiqcha xarajat, ortiqcha qatga harakat. qo'yadi, xuddi shunga moslab qilinganlar. Bu ham xuddi oldindan cho'pli pol qilib qo'ygan. Oldindan men ko'rganman, bitta joy ko'rdim, oldindan anaqalar qo'yib qo'ygan, kameralar qo'yib qo'yibdi. Nima bo'lishini bilarmidingiz? Bu yerda nima bo'ladi? Bu to'garak bo'ladimi, maktab bo'ladimi, supermarket bo'ladimi, qo'yib qo'yibsiz degandimda. Endi shu nima bo'lishiga qat'iy nazar desa, что русскому хорошо, то немцу смерть. Kimga kerak, kimga kerak emas, hammaga har xil. Korzinkani oldida endi bizani misolimizda yonida boya aytganidek bog'cha konseptini qildik. Bog'chalar, maktablar, xususiy maktablar, hozir hattoki qaysidir developerlarga bog'cha va maktabni qurish konsepti majburiy degan talablar qo'yilyapti. Ular bog'cha va maktablar borligi plusmi yo minusmi? Anaqa jitilligi 100% plus. Shahar infrastrukturasiga plus. Chunki masalan bog'cha, maktab bo'lgani, demak, shahar transportini anaqa nagruzkasini yechadi. Anaqaga, masalan, korzinkaga bizning sohamizda bir ham yaxshiki, farqi yo'q. Hammasiga plus, nima bo'lsa ham plus. Bog'cha bo'lsa ham plus, maktab bo'lsa ham plus, yo'lovchilar ko'p o'tib tursa ham plus, bozor bo'lsa ham plus. Men korzinkaga mos dom quruvdim. Korzinka menga atkazib berdi, qanchadir hudud orada korzinka bor ekan deganlarni ham ochilib, korzinkani lokatsiya strategiyasida bitta korzinka ochilgandan keyin qancha radiusda keyingisi ochiladi, qancha radiusdan keyin profession mojani yana zo'r munosib bo'lsa ham afsuski ochmaymiz yoki ocha olmaymiz degan qoidalar bormi, yo yo'li bu tomonda ham bu tomonda ham bo'laveradimi? Qaysi kriteriyalarga qarab qarorlar qabul qilinadi? Lokatsiya borda, bizda bor kannibalizatsiyani anaqasi bor, darajalari bor. U o'zgaryapti. Misol uchun qarang, bundan aytaylik 20 yil oldin o'ylaganimizda Toshkentga mana shu bu nuqta qilib 5 ta bilan Toshkentni yopamiz degandik. Hozir ana Toshkentning o'zida 90 ta supermarketimiz bor. Yana 5-600 ta rejamiz bor. Yana 5-600 ta. Shuning uchun bu narsa o'sha kunga kelib gapiradi. Bu birinchidan. Ikkinchidan formatga qarab. Misol uchun supermarket formatida boshqa mahalla, misol uchun ikkita supermarket o'rtasida mahalla bo'lishi mumkin. Demak, bu anaqa ko'riladigan narsa, raqamga bog'liq narsa. O'sha atrofdagi rayonni zichligi bor, kengligi bor. Masalan, bitta rayonda 50 kilometrda 100 ta odam bo'lsa, 1000 ta bo'lishi bor. Undanda chiqib, bizda o'zi raqamli yechimlar bor. Misol uchun mana shu nuqtani ishlab chiqamiz, uni anaqa maydonini, uni sharoitini, salohiyatini buni qilib va raqamni ko'rsatadiki, masalan, kannibalizatsiya aytaylik 7% deydi. Shu raqam bor. Misol uchun hali 25 30% bo'lgandan keyin bizda отказ degan joy bor. O'shani keyin mundoqroq sursak o'zgaradi raqamlar. Shunga qarab bu mukammal ishlangan narsa. Know-howda tajriba. Ko'rsatib, ofisda o'tirib hali zashita qiladi. Egasi bilan o'tirib qarab javob beradigan savol. Narxi qancha mehr reyting hammasini olib beraman degan ibora bor-da. Korzinkalar bilan, supermarketlar bilan, minimarketlar yoki minimarketlar bilan, kafelar bilan, sartaroshlar bilan yana boshqa magazinlarda o'rtacha hammasida har xil narx siyosatini qilish kerak deganni bir hissasini his qildim. Endi korzinka bilan dogovornoy shartlar bo'yicha tavsiyalarni berib ketaylik tadbirkorlarga. Akalar, ukalar, korzinka bo'ladimi? Marketlar bo'ladimi? Kutuvlarni to'g'ri qilinglar. Chunki noto'g'ri kutuvlar bilan kelish evaziga muloqot bo'lmaydi. Konechniydagi boyagi samaradorlik bitta yutaman deb bitta yutqiziladi-yu va shart arenda sharti, shart sotib olish sharti, shart aviaga bog'langan shartlar va boshqa qanaqa tajribadagi shartlar modellari bor, o'shani ochib ketaylik. Va endi albatta chakana savdo bu juda kichkina maržada ishlaydi. Biza masalan men bitta joyi
shunaqa sevdim, shunaqa yaxshi ko'rdimda, anaqamiz o'zbekcha aytgan tishim o'tmadi deydi, qo'lim kaltalik qildi. Ololmadim, narxi qimmat. Lekin mana o'sha joyi restoran olib, mana hali ochmadik, lekin men ishonchim komil baraka topadi, chunki o'ta boshqacha maqsaddir. Misol uchun oziq-ovqat unchalik katta bera olmaydi. Lekin hali bizani побочный effektlarimiz bor. O'shani hisoblash kerak. Misol uchun agar bizani yonimizda qanaqadir общепит bo'ladigan bo'lsa, agar umumiy maydon egasi bir odamniki bo'lsa, mana bizni chiqqan potokni sotib, hali aytgandek, suvi ham, go'shti ham bitta narx qilsa, qassob ham baraka topmaydi. Xuddi shundayki, agarda shu differensirovani qilib, masalan bizga ustupka qilib, lekin misol uchun bizda даже prognoz ham chunki обязательство qilsak bo'ladiki, qancha chek qilib bera olamiz senga deb. Hozir bir xil aytadiki, "Xo'p, sizlarga bersam qancha odamni torta olasizlar?" deydi. Biz taxminan aytamiz, mana shuncha mingta odam torta olamiz. Bo'ldi, yetadi deydi. Agar shu narx bersanglar ham, agar shuncha odamni olib kela olsanglar deydi, men tayyorman sizlarga mana shunaqa skidka bergandim. Endi biza masalan bir xil bizneslar ko'taradi endi marjasi katta. Yana bir qiziq tomoni, masalan shahar qimmat joylari bor-ku, qimmat joylarga biz kira olmaymiz. Bilsangiz, Walmart New Yorkda yo'q. Bizda anaqamiz strategiya model Walmart. Yo'q, bizda qarang, faqat biz emas. Hamma chakana savdochi juda ham oddiyda. Biz pulimiz yetsa olamiz, bo'lmasa отказ beramiz. Agar misol uchun qanaqadir balki brendlar bordir, mana shu yerda shu ko'chada bo'lishim shart degan. Shunaqalar bordir brendlar. Menga farqi yo'q, nech pul bo'lsa ham, lekin aytaylik, qimmat soat, shvetsarskiy soatlar brendi, aytaylik, hali Parij yoki Amsterdammi, Milonni o'sha ko'chalarda bo'lishi shart-da, uni strategiyasidir. Sotilmasa ham mayli. Sotilmasa ham o'sha turish kerak, chunki o'sha ko'chada egallash kerak deganlar bor. Bizda boshqa. Nechiyolishni biznesda. Nechiyolishni только деньги degandek. Давайте mana shuni ochib bering. Nimani nazarda tutadilar Alisher akam? Nechiyolishni va только деньги deganda korzinka misoldan talqinini yoritib bering. Samaradorlikmi, arzon bo'lsinmi, taka bo'lsin, usti bersinmi? Qaysi holatda nechiyolishni va dengini bir keys sifatida ochib beramiz. Demak, bu degan hozir aytgan gapim. Misol uchun bizga meni rayonim qimmat, bu yerda kvartiralar kvadrati 3000 dan deydimi, u deydimi, farqi yo'q. O'sha odam o'tsa, bittasiga men misol keltiraman. Viloyatda, ili Toshkentda Chorvoda. Aytdingiz-a, qarashni yozadi. Chorvoda balki qimmat emasdir, arzondir joyi, lekin bizga ijara bergan odam maza qilyapti. Menimcha, hozir Toshkentning markazida hech qaysi nuqta o'shancha ko'p ijarali ola olmayapti. Mana ijaraga berdimi yo объемdagi model bo'yicha maza qilyaptimi? U bizga anaqa bo'ldi. Uni arenda shartnomasi savdodan qilib olindi. O'shancha shartnomani turlari, uslublari 2-3 xil bor, bilishimcha. Men ikki xilini aytaman, fiksa bor. Garantirni arenda boshqa qotirmaydi. Falon kvadratga falon pul degan. Kelishdik bo'ldi. Bor, savdodan bu qismi menda deb. Endi viloyatda aytaylik, Toshkentda kvadrati $10 $15 balki-da, kattadir. Viloyatda $3 $5 Lekin o'sha viloyatdagilar ko'pchiliklari menga kvadratda emas savdodan ber deydi-da, Toshkentning markazidan ko'p pul olib ketadi. Qarang. Chunki savdodan deydi. Sizlarga farqi yo'q. Sizga farqi yo'q. Endi pul topganingizga bersangizcha jon deb berasiz. Zaложен. Lekin pul topolmasangiz, majbur chiqib ketasiz. Gadab qilishingiz kerak. Topamanmi, topmayman bilmaysiz. Ketadi, ketmaydi, ochilgandan keyin bilinadi. Misol uchun anaqa kerak emas. Jimjimador, jozibador bino shart emas. Unga kerak, hali aytgandek, kameralar qo'yib berib, tomiga oyna yopishtirib. Kamerani biz o'zimiz uchun o'zimiz qo'yamiz. Shartnomaga qarab. Yo'q, korzinka o'zini xavfsizlik uchun o'zini maqsadida o'zi qo'yadi. O'zi qo'yadi. Baribir men qo'yib beraman. Shartnomasiga qarab deganim, agar kelisha olsak shunaqa. Qani misol uchun kamera qo'yib beraman, shuna xarajat olaman, shu anaqa bu shartnomani detallariga kirgizishimiz mumkin, lekin endi hozir o'tib ketib qolmaydi boshqa. Hech narsa qilmaydi. Normal,
keldi to'y. Bo'ldi. Misol uchun anaqa demoqchiman. Shartnomada agar kamera qo'yib berish ijaraga beruvchini zimmasida bo'ladigan bo'lsa, qo'yib bersin, lekin ko'rsatilgan chizmalarga binoan. Undan oldin bizni kelishimizdan oldin qo'yib qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Biza hozir shartnomalarni demak ikki turi deymiz. Bittasi fiksa, ikkinchi savdodan o'sha qismi bor. Ana shu savdodan qismi bo'lganda kim nimaga qodirligi shu yerda ma'lum bo'lib qoladi. Kimni bittasi joyim zo'r deydi, unaqa emasdir. Lekin yana bitta buni anaqasi bor, go'zallik tarafi bilasizmi, uni o'sha qismda bo'lgani. Chunki hamma ijaraga olayotgan endi xayolida o'sha qismi ijarani puli osmondan olinmaydi-yu, suvdan olinadi-yu. Baribir shu do'st hisobi ichida o'sha joy olyaptimi, qog'ozda chirnakda hisoblab qo'ygan o'zi, qancha pul topaman, qancha ijaraga beraman deb-da. O'sha ani qismini bordi, keyin riskini olib pastroq aytadi. Agar yo'q, men shu qismga tayyorman desa, unda sen risk yo'q, hammasi sanikidagi qilib. TV qarashi, mana qarashi. Shuning uchun ijaraga beruvchilarga ularni qiziqishi shu savdo qismidan. Zo'r. Endi savol, demak, tug'iladi. Faraz qiling, Golden Lake bo'lsa yoki faraz qiling, ertaga ochilayotgan do'stlarimiz ko'p, quruvchilar, hattoki mana ertaga Shamukus bilan biznes zavtragimizda siz kelayotgan joyda bir ikkita developer yo quruvchi do'stlarimiz bor. Hasan aka yaxshi bo'ldi. Hijolat qilib yurardim, akasi ularga qadrli ekan, menga qadrli bo'lgan loyiha. Men borib Korzinkani buxgalteriyasiga kiramanmi? Qandoq bilaman ular necha pul savdo qildi degan savolni ochib ketaylik. Yaxshi. Bu 157 ta filial bo'lsa, 158-chi menga mos narsani qanday ajratib berishadi? Yo, men bilan savdozni chepib pupkin qilib ochib qo'yishadimi? Men qattan bilaman, g'arar bo'lib qolmaydimi? 100 ming so'm savdo bo'ldi deydi, balki 50 ming qilgandir, 100 ming deydi, 200 ming qilgandir degan savdoni formulasini endi tajribalar bor. Endi xalq sodda daveray, no proveray degandek proverka qilmay ularga beodoblik qilmay, o'zbek andishaligu bu modellari, tajribalarni ham ochib ketaylik. Bu tizimlashgan. Buxgalteriyada shunaqa hali ishlaydigan fayllar bor. Rабочий kabinetga o'xshagan. Shunaqasi bor. Hali ijaraga beruvchi qarab ko'rib, sverka qilib yuraveradi. Bu shu buxgalteriyani oddiy xodimini anaqasi darajasida u avtomatik unga berib yuradi. Uydagi nimani cho'chiga qarab, balansini, ostatkasini dashborddan ko'rib turaveradi. O'ziga o'zi pulni hisoblab yuraveradi. Unaqa liboyermi? U 3 oydan ketaman, 2 oydan ketaman, yo'q, o'zi qaraydi, demak, men deydi, bu oy palon pul olishim kerak ekan deydi. Savdosi yaxshi bo'ti, bugun yaxshi bo'ladi deb ko'rsatadi. Ijarachilar uyi sal nariroq bo'lsam, kelpam o'shdan bozor qoladi. O'sha qaysidir qism menga tushadi-yu. Shunaqasi ham bor. O'zini bir oshxonasi bo'lsa, o'shdan bozor qilib ketadi. Mana biza quruvchi biza. Biza nimani qilib berishimiz kerak, nimani o'zingizlar qilib olasizlar. Golden Lake misolida yana qaytamiz. Biza kelishdik, siz aytdingiz, Hasan biza shu joyda sizlarning 400 kvadrat mana bu hududinglar bizga to'g'ri kelar ekan dedingiz. Bo'lmagani. 200 dan 400 gacha 400 ni oldik. Keyin nima bo'ladi? Anaqa uskunalarni biz o'zimiz olib kelamiz. Sizlardan kerak bo'ladi elektrichество, gaz, suv, kanalizatsiya, internet, optovolokno. Tortib beramiz. Tortib beriladi. Qolgan narsalar shartnomaga asosan. Demak, biz agar shartnoma qiladigan bo'lsak, bizga eng muhim narsa joy ma'qul kelsa, unda priyomkasi bo'lsa, fasadi bo'lsa, formasi bizga mos keladigan bo'lsa, bizda обязательный talablarimiz bor. Mulk bo'lib qoladigan narsa sizniki, jihoz bo'lib qoladigan narsa bizaniki. Jihoz men bermaydi-chi. Da, masalan, uskunalar, hammasi, xolodilniklar bor, shular bizaniki. Mulk bo'lib qoladigan, misol uchun o'tdagi vozdux-havoti, vodoprovodi, kanalizatsiyasi bu sizniki bo'ladi. Zo'r. Okey. Bu kelishuvga asosan shu narsani sizlar menga biz talablar beramiz. Misol uchun kanalizatsiyaning trubasi bunaqa bo'lishi kerak, elektrichествоni hajmi bunaqa bo'lishi kerak. Qilish kerak emas-da, xato bo'lmas. Da, gazga mana bunaqa давление bo'lishi kerak deb o'sha yoziladi-ku, o'sha bo'yicha tak. Gaz средний давление, elektrichество misol uchun 160 bo'ladimi, 200 bo'ladimi, o'shanisi deb
o'shalar hamma punktlarni demak sizlarda bu metodichka bormi? Ommadan 1000 ta odam keladigan bo'lsa, har safar Alisher akam qidirib yurmay, ekspansiya bo'limidami yoki onlayndan topib olib tushunib nima qilsam bo'ladimi? Yo, har doim men borishim kerak, yo tushunib olishim kerak degan narsa bormi? Onlaynga hali chiqarmadik, lekin ekspansiya bo'limiga kelib, anaqasiga qarab, hududiga qarab aytib beradi. Chunki men so'ragan va so'ramagan, esimdan chiqqan, xayoldan ko'tarilgan degan narsa 3 oy oldin mamnun etuvdingiz, mamnun etmovdingiz, afsus so'ramovdingiz degan narsa bo'lmasin-da. Etgan va etmagan, so'ragan va so'ramaganlar uchun 55 ta checkpoint va checklistlar bor, ha? Undan ham ko'p. Ko'pmi? Undan ham ko'p. Bir целый anaqa kitob bor, o'shani olib mana talab, elektrichество bunaqa bo'lishi kerak, shitovoy bunaqa bo'lishi kerak, gaz bunaqa bo'lishi kerak, anaqa konditsionerimiz bunaqa bo'lishi kerak degan hammasi yozilgan bo'ladi. Shularni o'rganadi, o'qib chiqadi. O'shana qilib boshlanadi. Golden Lake misolida yana aytamiz, shunda естественный chiqadi. Mana biz siz bilan bordik, ko'rdik, hurmat qilib siz keldingiz, Abduvaris akam keldilar. Rahmat, aka-ukachiligimiz ham, qadrdonchiligimiz ham va oqibat qilib sizlar kelganinglar biz uchun qadrli. Keyingi shakli nima bo'ladi? Memorandum bo'ladimi? Mana biz hozir 25-yilda turibmiz. Kotlovan jarayonida boshladik. Biz 27-yil odamlarga kalitni topshirib, 28-yil kadastr bermoqchimiz. Yo, siz aytsangiz-ki, Hasan aka, menga 28 kadastr paytda ishga tushmayman, 27 boshida ham tushirib beraveraman. Siz turib bersangiz, desangiz, memorandum, keyin shartnoma, keyin qurilish qanaqa etaplar bilan biz borishimiz kerak, bizning keysimiz hisobda. Demak, biz memorandum qilganimizdan keyin construction bo'limi sizga hali ishlab chiqadi talablarni. Chunki bu ham, misol uchun, bitta proyekt qilishingizga 40 million, 50 million pul ketadi. Biz ham hozirdan shuni qilib qo'yib bersaydi, hali hech qanaqa qog'ozsiz boshlaymiz. Oldin bir varaq qog'ozdami, 1-2 varaq qog'ozda memorandum qilamiz. Tasdiqlanadi. Menga ma'qul, sizga ma'qul. Tomonlar shunga kelishdiki, sizga ma'qul, bizga ma'qul deb. O'shani asosida hali potaqa to'y deydi. Hali xudo xolisa niyat qildik, kardinka bu yerda bo'ladi va kardinka ham biz shu yerda xudo xolisa bo'lishi qabul qilib turibmiz. Demak, shunaqa условия ijro qilsak. Mana shu memorandum bo'lgandan keyin bizani hali bo'limimizni, maxsus bo'lim ishlab chiqib sizga beradi hamma talablarni. Keyin siz o'sha talablarni o'rganasiz va shartnoma beriladi. Shartnomani o'rganib, tomonlar keyin shartnomaga kelishiladi. O'tib memorandumda shartnoma qiladigan kuni ham belgilangan. Misol uchun olib juda ko'p ham cho'zib bo'lmaydi. O'sha yerda 30 kunmi, tomonlar necha kun kelsa yoki 40 kunmi degan bitta kunni kelishiladi. Shu kun belgilaydi. Shuning ichida yuridik shartnoma qilish sharti bo'ladi. Ungacha tomonlar qilib, yuridik shartnoma bo'lgandan keyin hali hamma o'zini shartlarini bajaradi. Misol uchun, shartnomaga ko'ra biz uskuna ochishimiz kerak bo'lsa, biz hozir partnyorlarimiz Turkiyadami, Italiyadami, ularga buyurtma beramiz. Shu joyga moslashib, siz o'sha bizning shartnomamiz asosida o'sha aytilgan воздуховод, elektrichеский shitlarni bu mana shu ko'rsatilgan hamma narsalarni siz qilasiz, biz qilamiz va ochiladigan kuniga, o'sha aytilgan kunga taraflarimiz ochishimiz kerak. Zo'r. Bizani holatimiz ham yaxshi emas degan qarashni kashf qildim. Yaxshiki, biz hali proyekt jarayonida, endi kotlovan jarayonida sizlar bilan muloqotga kirib, memorandum qilyapmiz. 90-100% gacha hamma aytganinglarning talablarini o'zgartirib va xatolarsiz qilib borish imkonimiz bor. Yaxshi emasligi ko'proq vaqt ketar ekan, sizlarning ochilishinglar bu sizlarga minus emasmi? Chunki biz 27 da qurib kalitlarni topshirishni reja qilyapmiz, 28 da kadastr topshirish. Kimdir aytadi, Alisher aka, men kakras binolarim bitib bo'ldi. Domdagilarim ko'chib kirdi. Sen roziman oynadagi xatoyimmi yo bu yoqdagi xatolarimmi yoki hali podacha nimalarni qilish, ularning isrofi zo'rroq, chunki sizni bu yildagi 50 tangizga poyezdga chiqib olish imkoni bor. Sizlar uchun nima qadrliroq? Tez qadrli bo'lganlarni safiylarga qo'shilishimi yo mana bunaqa ham yo'q, bu ham bo'laveradi. Misol uchun 27 bo'lsa 27 turaveradi. Misol uchun anaqa so'ramayapti-ku bizdan, pul so'ramayapti-yu, pul so'ramayapti-yu. U turadi polkada shu vaqt soatini kutib. Sizlar hamma tayyor bo'ldi, ko'ring desa, yana bitta qarab o'sha checklistdan ko'rib chiqiladi-da, hamma narsa bo'lgan bo'lsa qabul qiladi. Bo'lmasa mana bu nuqtasi qolibdi deydi, yo'q, shuni ustida gaplashiladi, davom etadi. Yana bitta boshqa narsa. Ikkinchi savolingiz, ikkinchi savol, tayyor bo'ladigan bo'lsa,
agarda xatolar mayda chuda xato qilgan bo'lsa tan oladi. Men o'sha oyna qo'yibman, misol uchun 6 ta oyna qo'yibman, 3 tasi bekor bo'libdi deydi. O'shani yechib oladi, nima qilsa qiladi, balki boshqa qurilishlarga ishlatadi. Agarda endi cho'pli pol qilib qo'ygan bo'lsa, xato qilib, mayli deydi, bag'ridan kechib o'shanisini suv tarafini kesib anaqa yopib qo'yadi. Rozi teshilishiga. Teshishga rozi bo'ladi. Baribir ish bajarildi. U yerda xarajat ko'payadi xolos. Anaqa boshqa ziyoni yo'q. Bizga rasxodi. Zo'r. O'sha 2,5 mingta xonadonlik Golden Lake majmuasi misolida A korpusimiz fasad korpus, jozibadorlik korpus. Sizlarga 27 odamlarga berib 28 ko'chib kirishini inobat ko'rgan holda ko'chib kirgandan keyin qiziqmi yo 27 da bo'lsa ham birinchilardan bo'lib ochish qiziqmi? Endi atrofda mahallalar borligini inobatga olib. Agar sizni loyihangizni oladigan bo'lsak, hammasi ko'chib kelmasa ham biz ochaveramiz. Baribir qiziq. Sababi chunki oldida kvartal bor-ku. Mana endi orqada kvartal sizniki qurilyapti. Bizaniki qurilib, bitib, o'zi fasadlar bitib, kadastrlar olingandan keyin o'sha ochishimiz mumkin. Chunki bizda oldi birinchidan ko'cha bor. Oldidagi kvartallar. Keyin orqadagi kvartal, o'zingiz kvartalingiz bitgandan keyin u nur ustiga a'londir. Nabar qo'shilaveradi klient. Qo'shilaveradi. Tim bo'li boyga narsa, shartnoma ob'yomdan kelib chiqqanidan keyin sizga farq yo'q. 100 so'm bo'lsa 100 so'mdan biz premiya olamiz, 1000 so'm bo'lsa 1000 so'm. Siz maza qilib o'tirasiz. Ha, xudo baraka bersin. Demak, kadastr mavzusida nima qilasiz? Kadastr uydagilarga 2028 chiqadi. Bilishimcha, nejiloylarga qanaqadir shartnomaga asosan birinchi qavatlarda faoliyat ko'rsatish imkoni bor deb tushundim. Endi hammasi qonun doirasida. O'sha qonun doirasida. Chunki qonun doirasida bo'lmasa, buni ro'yxatdan aniq o'tkazmasa, hali kassalar ro'yxatdan o'tish kerak. Kassa ro'yxatdan o'tmasa, uni inkassatsiya qilib bo'lmaydi, undan tushgan pul qilib bo'lmaydi. Shuning uchun bu davlat juda reglamentini o'sha reglamentiga talabiga javob berish bo'ladi. O'sha davlatda reglament talabi doirasida hamma narsa bo'ladi. Men hozir buni bejiz, men o'zim uchun juda yaxshi insight oldim. Chunki 2,5 mingta xonadonimizni birinchi A blokka tezroq ko'tarib, birinchi etajdagi kommersiy недвижимостlarni ruxsatini boshlasak, naborot boyaga aytgandek, lokomotiv ikkinchi jozibadorligi bo'ladi. Korzinka ham tezroq faoliyat boshlaydi. Ko'chib kelayotganlar ham o'sha xursand bo'ladi. Bu juda yaxshi jihatlar bor. Menda asli savollar ko'p. Men ko'proq yana недвижимость odamlariga nima qildim? Yana odatda sizlarga kelganda qaysi savollar bilan murojaat qilishadiki, lokatsiyani sizlar bilan hamkorlikka murojaat qilganlar va qaysi tavsiyalarni odatda berib kelyapsizlar? Birinchidan hali konstruktiv xatolarni qilmaslikni yo'li oldindan kelishish. Ikkinchidan anaqani kutilmalarni to'g'ri qilish. Misol uchun bir xilla bo'ladiki, yangi biznes, startap hali o'zi oxirigacha bilmaydi, qimmatroq berib kirib oladi-da, joyi olib. Ijaraga beruvchida ham tajribasi yo'q. Masalan, oxirigacha o'rganmay o'sha joyi hali odamga berib qo'yadi. U 1,5 yil ishlaydi, keyin anaqa ijaraga oluvchini ham, ijaraga beruvchini ham sal qiynab qo'yadi-da. Keyin chiqib ketadi, keyin yana biri kiradi, yana ketadi-da. Biza bitta kirsak, kelishuvlarimiz kami 10 yil. Xotirjam esdan. Xotirjam. 10 yilga shuning uchun agarda kimdir yo'q, men mana shu qiziqib yuraman, kim ko'p bersa beraman deydigan bo'lsa, bu ham bir strategiya. Lekin kim yo'q, stabilniy, uzoq vaqt ishlayman deydigan bo'lsa, mana Korzinka mana shunaqa stabilniy, uzoq vaqt ishlaydigan kompaniya. Bu ikkinchisi. Bizda nima ustuvorlik tarafimizda bor? Bizaniki uzoq vaqtligi, stabilniy pul to'lash. Stabilniy pul to'lashimiz. Har oy boshida to'lanadimi, qanaqa odatda shartnomaga asosan? Shartnomaga qarab, Endi odatda tajribada qanaqa? Tajribaga oy tugagandan keyin o'sha oyi keyingi oy. Bir yillik to'lab qo'ymaydi. Yo'q. Yo bir kvartallik, yo bir yarim yillik predoplata bilan ishlaydi. Oy tugadi, o'sha oy tugagandan to'lab. Demak, yanvarni pulini fevralda oladi. Yo, fevralni pulini yanvarda to'lab qo'yadi. Yanvarni pulini fevralda oladi. Bo'ldi, demak shartnomasi yaxshi. Unaqa departament zo'r. Odatda yana konstruksiyalarni hozir ko'ramiz. Domlar birinchi etajni kommersiy segmentga quryapti. Bir xil domlar 1, 2, 3
nima qilyapti? U bo'yicha ham tavsiyalarni bering. Baribir bir korzinkaga berishadimi yo bir xil 2-3 supermarket qilib odam chiqarolmay qiynalganlarni ham ko'p ko'rganmiz-da. Biz uchun qulay agar faqatgina birinchi qavat bo'lsa, ikkinchi qavat bo'lmasa. Biz uchun qulay. Lekin bu narsani faqatgina bir qavat quringlar, u yog'iga jiloy qilinglar, faqat bir qavatini noturar joy qilinglar deb tavsiya bera olmayman, chunki bu birovi biznesi, birovi dunyoqarashi. Lekin men iste'molchi, o'sha ijarani iste'molchisi sifatida supermarket korzinka sifatida aytamanki, faqat birinchisi menga qulayroq. Endi agar o'sha zina qilib ikkinchi qavat qilaman deydigan bo'lsa va shunga loyiq u biznes agar topa olsa, balki bu o'quv markazi bo'ladimi, boshqa to'garak bo'ladimi, qila olsa, unga men ham deyishga haqqim yo'q, yo'q deyishga ham haqqim yo'q. Va maslahat berishga ham yo'q, o'zingiz tajribangizda mana 157 ta korzinkani rahbarlari sifatida korzinka birinchi etajda turganda 2 va 3 ta nimalarni ishlatishyapti odamlar? Bo'shab yotibdimi ko'proq hozir? Talab va takliflar qanaqa kechyapti-yu? Boshida talab katta edi, hozir taklif ham ko'payib qoldi. Shu qirralarni ham ochinglar, chunki bizada-ku birinchi etaj faqat kommersiya. Lekin Hasan aka faqat Golden Lake misolida emasdi. Endi akajon, men yo'lda bo'yida ko'rdim, 2 etajli jiloy kommersiya qilganlarni, bu 3 etajli kommersiya qilganlarni ko'rdim. Shu tajribadan kelib chiqib 2 ga odatda o'quv markazlariga berishyapti. Yana 2 ga kiyim do'konlariga berishyapti, 2 da kafelarga berishyapti. Masalan, shunga o'xshagan tavsiyalar kuzatuvchilarga ham bersangiz, hattobi korzinkani atrofida Alisher akam ko'rgan joylarda mana modellar bor ekan. Men ertaga 2 etajli, 3 etajli kommersiya qilib qo'ygan bo'lsam, korzinkadan tashqari boshqa odamlarga bunaqa bo'lib beraman degan narsani korzinkani rahbaridan bir tavsiya sifatida eshitib ketishadi. Men ko'rdim anaqani, shu biza birinchi qavat qilsa, ikkinchi qavati borlar ham bor. O'quv markaz, qanaqadir bir ofislar bo'lishi mumkin. Mijoz talab bo'lmagan ofislar bo'lishi mumkin. Mijoz bilan bog'liq bo'lmagan ofislar bor. O'sha ofislar bo'lishi mumkin. Va har qanday biznes bo'lishi mumkin. Lekin nimagadir ham bo'lyaptiki, ko'pincha shu ikkinchi qavatlar ijaraga topshiriladi deb ko'p ham qolib ketyapti. Shunaqasi ham bor. Endi kimdadir omadi bo'lib, kimdadir anaqa yaxshiroq kelishib, hali o'quv markaz qanaqadir ofislarga, bir narsalarga beryapti. Lekin ikkinchi qavatda kafe, restoran bo'lganini men eslolmayman, ko'rmayapman. Bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi qavatida ham, ikkinchi qavatidan ham KFC'ga o'xshab ketadi. Mana shunaqa restoranlar bor. Lekin misol uchun birinchi qavatda bitta biznes, ikkinchi qavat ham xuddi shunaqa aktiv ishlaydiganlarni uncha ko'p emas. Unchalik ko'p emas, lekin bor. Birinchi qavatga talab kuchliroq. Demak, zo'r. Men kecha mana bugun siz bilan o'tiribman. Kecha coworking egalaridan C-Space rahbari Dilmurod bilan xuddi shunaqa intervyu qildim. Ular ham aytdilar, bizani ambitsiyamiz 50 taga olib chiqish coworkingni, hozir 12 ta dedilar. Ular ham Toshkentni o'zida 50 taga olib chiqmoqchimiz. Biz ham xuddi shunaqa korzinkaga o'xshab, Safiyaga o'xshab, o'quv markazlariga o'xshab Toshkent bo'yicha 50 ta coworkingga olib chiqyapmiz dedilar. Ularga qulaydir, o'sha ikkinchi qavatga. Salomat bo'ling. O'sha coworkingga chiqqan odam ham kechqurun ketayotganda korzinkaga kirishi yoki deylik o'quv markaziga kelgan bolasini kirib chiqqanda ham korzinkaga bolasi kirib chiqqandagi boshqa odamlar, endi azizlar korzinkaga o'xshagan, Safiyaga o'xshagan, yana boshqaga o'xshaganlarni birga qo'ysanglar, haqiqatan ham hozirgi kunda o'quv markazlar, hozirgi kunda coworkinglar balkim sizga jozibador bo'lishi mumkin. Siz bo'lsangiz balkim savollarga javob qidirgan bo'lishingiz mumkin. Bugun biz korzinka loyihasini rahbarlari Zafar akam, asoschilarining ukalari Zafar akammi, ukalari Alisher akam ekspansiyaga mas'ul sifatida ularning tajribalarini sizlarga ulashayotganimiz, balkim siz bu savollaringizga ham javob topishingiz mumkin bo'ladi. Juda manfaatli suhbatni faqatgina lokatsiya egalarining manfaatidagi qirrasini ochdim. Endi o'sha 1000 ta korzinkani ichida yuzlab, minglab brendlar yana baraka topishi, u alohida men uchun tema. Bu alohida. Bu alohida tema. Bugun o'shancha o'ylaymanki, ertaga nafaqat biz siz bilan Xudo xolisa 13-iyun kuni tinchlik, xotirjamlik bo'lib tursa, shunaqa biznes muloqotda endi mendagi suhbatda bu yoqda kelgan muxlislarimiz savol berib, ommatan meni oldimdagi bergan javobingizdan tashqari, yoningizda kelgan jamoadoshlaringiz,
va sizni tanigan tanimagan bizani muxlislar kelib savolni boshqa rakursdan berganda boshqa javoblarni topishi bu auditoriyani misolda ommaga ko'pchilikka frequently asked questions часто задаваемый вопросы formatdagi muloqot bo'ladi. Mo'ylaymanki sizlarga ham Korzinka jamoasiga, bizlarga ham Men Faktoriga, o'zimiz muxlislarga qiymat berish nuqtai nazaridan va kelgan do'stlarimizga, aka-ukalarimizga, qadrdonlarimizga, hamkorlarimizga, tadbirkorlarimizga ham qadrli bo'ladi degan umiddaman. Ularni ham o'ziga xos savollari bo'lishi mumkin. Biz bugun ocha olmagan. Kimga qadrli bo'ladi sizni tarqiningizda va kimga qiziq bo'lmaydi shu savollarga javob topish. Biznes egasigami, rahbarigami, sherigami, top menejerigami, LPRigami, buxgalterigami, sizga o'xshagan tadbirga kelgan uchrashuvlar ko'proq kimga manfaatli bo'ladi, kimlarga tavsiya qilamiz? Demak, bizga 3 ta toifa odam ekanda. Demak, hali mulk bo'lishi mumkin, sirdan qolib ketgan sexlar, qanaqadir maydonlar yoki bo'lishi mumkin yeri bor, odam biz uchun qurib beraman deganlar bo'lishi mumkin. Shunaqa mulk egalari, professional shu quruvchilar, hali gapimiz boshida domchilar dedik-ku, shunaqalar va investorlarga qiziq. Albatta, chunki dom hali domini bitirish kerak. Hamma men birinchi etajdagi do'stimga sotaman-da, u pulimni qurish bitirishga ishlataman. Yana bitta toifaga qiziq. Bilasizmi, o'sha tizim qilayotgan coworkinglar, ular ham misol uchun 50 ta qilmoqchi yo qanaqadir boshqa tizim qilayotgan tashkilotlar bor, apteka bo'ladimi, kafenya bo'ladimi, o'quv markazi bo'ladimi? Shunaqa tizim qurayotganligi ham qiziq bo'lishi mumkin bu suhbat. Chunki ularga qiziq bo'ladi bizani patokimizga, bizani investorimiz va bizani bilan shartnoma qilgan mulkdor, unga ham qiziq bo'lishi mumkin. Chunki bizda hozir shunaqa bo'lib qoldiki, o'zi qanaqadir ekosistemadagi biz kelsak ko'pincha bir xil aptekalar bizlar bilan bo'lib qolyapti. С этим чайником покупать эту чашку deganda-ku. Biz bir-birimiz bilan kelishmagan holda shunaqa uchrashib qolaveramiz. Uchrashib qolaveramiz. Kim eng ko'p uchrashayotgan yoninglarga kiradi? Buni aytmayman hozir. Yo, sohalarni ayting. Shunda aytmay qo'ygan. Brendini aytmaysiz. Sohalarmi? Ha, brendini aytmasangiz ham farqi. Aksessuarlar, aptekalar, kafenyalar, qanaqa zakuschilar, shunaqa narsalar. Buni men bejiz so'ramadim. Aptekalar, zakuschilar egalari, aksessuarchilar va shu kabi salon krasotiylar siz ham biznesingizni kengaytiradigan bo'lsangiz, Alisher aka bilan tadbirlarda kelsangiz, balkim u ekspansiya bo'limi bilan hamkorlik nuqtai nazaridan sizlar ko'rgan qiziq joylar, bularga qiziq bo'lsa, dalolat qilishinglar imkoni bo'ladi va bular ko'rgan joylarda ham ular bilan do'st bo'lishinglar ertaga bir-biringizga hamkorlik sifatida qiziq bo'ladi. Alisher aka, men bu yerda do'stim katta joy qilyapti. Sizga qiziq bo'lsa kerak deb dalolat qilsa sizga qadrlimi? Qadrli. Xuddi shunaqa menga ham qadrli, siz ham yangi bitta filial ochsangiz, bizga ham ayting, men topsam sizga aytaman, siz topsangiz menga aytaman deydiganlar. Demak, bir-birini 1+1 qilib 11 ga tortishish ehtimoli bo'lar ekanda. Demak, 4 ta toifaga kerak. Bu ham fusion marketing, ham lokomotiv, ham birgalashib gaplashinglar, 400 oldida 600 ding, meni ham побочный nimani hisobidan объемini olaman desangiz, sizga ham jozibadorroq bo'ladi. Chunki siz choyning yoniga piyolaman bor partnyorlarim desangiz, 600 ni bittaga beraman, o'sha pulga beraman desa, men ham xursand bo'laman. Yana bir xil obyektlar borki, egalari aytadiki, men deydi, bo'lib boshqarib yurmayman deydi. Bitta siz bilan gaplashaman, mana shu 5000 kvadratmi, 6000 kvadrat faqat sizga beraman, siz o'zingiz qiling deydi. Shunaqa joylar ham bor. Unaqalar ham biz ularni olib, kim bularni subarendaga bergan shunaqa modellar ham bor. Demak, o'zi rovni qo'pol qilayotganda 600 joyi bor edi, bitta o'ziga bera qolay desa, 400 ni o'zim oldim, yonimda mana bunaqa igroklar bo'ldi. Aka, shu 400 oldi, 200 lar bo'lsa, biz постоянно 20 ta korzinkani oldi, 21-chi, 22-chi, 25-chi tochkangizga ochib beraman deydigan igroklarga ham qiziq bo'lar ekan sizda. Chunki esida bo'lsa, korzinkani ichiga kirayotganda kassani oldida tochkalar bor. Aka, farqi yo'q, Eyfel bo'lsa, Eyfelni qo'yaman. Palonchi bo'lsa palonchini qo'yaman yoki kafe uголок bo'lsa kofe uголокni qo'yaman deydi. Korzinka kichkinadagi segmentlarda vypichkalar bormi yo yo'qmi mahallada? Mahallada bor, o'zini bir ikkita vypichkasi bor, no anaqa juda tor va endi как бы eng chempion segmentlarni olgan va byudjetniy. Lekin agar misol sal premialnilar bo'ladigan bo'lsa, bu ham qo'shni bo'lsa ziyon qilmaydi. Yo, men nimaga deyotganimki, katta korzinkalarda ichida novvoyxonalar bor. Korzinka mahallada ham novvoyxonasi bor. Novvoyxona bor,
keyin yana bir ikkita assortiment qiladi. Kruasan, sosiski в тесте, bir 4-5 ta ограниченный assortimenti bor. Zo'r O'zi pozitsiyalar qilaveradi. ketaverar. Zo'r, men maza qildim bugun suhbatda. Men bilmayman, soatni qaraganim yo'q. Rahmat. Lekin shunaqa bir samimiy qalban bo'lgan suhbatlarni ocha oldik. Azizlar, mana yana bir marta bugun bu aslida Alisher akam borib qaysi ofisdan topaman, qachon topaman, mana shu savolimga qachon javob topaman degan savollarga biz javob topishga harakat qilgan bo'ldik. Yana batafsil savollarga javob topaman desangiz, nafaqat Alisher akam, balkim Alisher akamning ekspansiya bo'limida Abduvaris akam bosh yana 5-6 ta jamoadoshlari kelishsa, o'ziga xos biz yaxshilikka sababchi bo'lsak, siz hamkorlik bo'lsangiz, bular yangi kelajakda joyli bo'lishsa, albatta sizlarga dalolat qilamiz, tavsiya qilamiz. Shu bilan bir qatorda bugungi suhbatimizni tasvirga olishda bizga samimiy bir yelkadosh bo'lgan brend bor. Bu Centris Development kompaniyasi. Ularga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Men shu Centris Development kompaniyasi ukamizni, bizning oilani korxonasi, u loyihada boshqaruv kengashida maslahatchi sifatida o'z faoliyatimni o'tgan yil dekabr oyidan boshladim. O'zim shu loyihani ham oila a'zosi sifatida. Mana Korzinkaning asoschisi deganda Zafar akam bilamiz, lekin Zafar akamni jigarlari yelkadosh sifatida Korzinkada rahbar vazifasini bajarayotgan bo'lsalar, Centris Development kompaniyasining ikkita flagmanskiy eng katta loyihalari bugun siz azizlarga qadrli bo'lsa, albatta tavsiya qilamiz. O'zbekistonning markazi Toshkent, Toshkentning markazi Skverda $200 million Centris Towers loyihasi biznes markaz sifatida xudo xolasa 27-yil faoliyatini boshlaydi. Hozir mana Kotlovan jarayonida eng yaxshi narxlarda ko'p investorlar o'zlarining joylarini sotib olishdi, ega bo'lishdi. Kelinglar, tavsiya qilamiz, kelajakda muvaffaqiyat markazida nufuzli insonlar keladigan joyda mana shunaqa samimiy suhbatlar, Centris Hall, Centris pavilyonlar sizni biznesingizni ommaga, jamiyatga, millatga dalolat qilishiga sababchi bo'lsak, biz faqat va faqat ham samimiy xursand bo'lamiz hamkorlikdan. Va ikkinchi loyihamiz, mana bir necha marta men Golden Lake brendini nomini tilga oldim. Bu bizning ikkinchi. U ham $200 million loyiha, yashash uchun qurilgan xotirjamlik maskani. Yaxshi biznes qiling, Centris Towersda biznesingizni yangi pog'onaga chiqaring, biznes markazida juda ko'p hamkorlar bilan do'st bo'ling. Va Alloh nasib qilsa yaxshi lokatsiyada, xotirjamlik maskanida o'zingiz, ota-onangiz, farzandlaringiz, jigarlaringiz, aka-ukalaringiz, yaqinlaringiz, do'stlaringiz, xodimlaringizga ishonchli developerdan ishonchli loyiha qadrli bo'lsa, biz samimiy xursand bo'lamiz, yaxshilikka sababchi bo'lsak. Tavsiya qilasizmi? Albatta tavsiya qilaman. O'zim shu loyihani vakili sifatida bu Centris Towers'dan ham, Golden Lake'dan ham o'zimiz uchun недвижимостlarni qo'lga kiritib sotib olgan bo'ldik va o'zimiz do'stlarimizga, muxlislarimizga tavsiya qilamiz. Centris Development'ni Centris Towers showroomiga ham, Golden Lake showroomiga ham sizlarni tavsiya qilamiz, taklif qilamiz. Pastda описаниеlarda, kommentariylarda bu loyihalarimiz haqida batafsil ma'lumotlar, telefon, adres, ijtimoiy tarmoqlarning ma'lumotlarini yozib qoldiramiz. Bizga yurtda tinchlik bo'lib, do'stlar salomat bo'lsa bas, azizlar vaqtingizga rozi bo'linglar. Ketgan megabaytinglarga rozi bo'linglar. Men o'ylaymanki, bugun biz ustozimiz Alisher akam bilan bo'lgan suhbatlar siz tadbirkorlarga investorlar psixologiyasi bobida, недвижимостdagi lokatsiyalar mavzusi bobida ko'plab savollarga javob topishga sababchi bo'lgan bo'lsa, demak biz bejiz bu vaqtni sarflamadik. Alisher aka, sizga kattakon rahmat. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Salomimizga alik olib keldingiz, vaqtingizni sarfladingiz, bilimingiz bilan ulashdingiz. Alloh ajrini bersin, barakasini bersin. Bu boshlayotgan xayrli loyihalaringizda atrofingizda yaxshi insonlar, yaxshi yelkadoshlar, yaxshi jamoadoshlar, yaxshi hamkorlar ko'p bo'lishini tilab qolamiz. Alloh ishinglarning rivojini va barakasini bersin deb qolamiz. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Rahmat, va'za qiling.